Assalamu alaykum Şərq Türkistonluq əziz qarindoshlar. Dünya Uyğur Qurultayı tərəfindən təsis qılınan Tor televiziyasınınki bugünkü Naq Meydan proqramısına xoş gəldiniz əziz qarindoshlar. Mən Fərhad Yurunqaş bilan oldu bilan hammanglarni yurakdan salamlayman. Mushu vaqtinglar xayrli bo'lsin. Janob Alloh hammanglarni salomat qilsin əziz qarindoshlar. Əziz qarindoshlar, bugünkü bu Naq Meydan söhbətimizninki asas temisi siyasi panalık tilash meselesi buludu, Uygur köşmeller meselesi buludu, Uygur musafirler meselesi buludu. Çünkü bu hafta bizimki Dünya Uygur Kurultayı'na ve Kurultayı'nın rəhbərlərinə şu siyasi panalık tilash meselesi de bulup, garip əllərinə gelip siyasi panalık tilash meselesi de, köşmeller meselesi de, siyasi qaşqınlar meselesi de, nəhayət köp suallar kilidi, nəhayət köp tələblər kilidi əziz qarindoshlar. Şunun üçün biz bugünkü bu siyasi panalık tilash haqqında sizlərə ətraflıq bir savat veriş, məlumat veriş məqsədində bu söhbətimizdə uğurlaşdıq əziz qarindoshlar. Siyasi panalık tilashga münasibətlik qandaq sualınlar bolsa, yuqorida ekranda ko'rinib turgan WhatsApp numara orqali suallarni so'rsangiz bo'ladi va yoki bizningki bu hozir Naq Meydan programmasini taqdim etgan bu Facebook sahifasidan bu yerda ba'zi o'zinglarning savolini yozma shaklda o'tirib qo'ysanglar javob berishga tirishimiz aziz qarindoshlar. Men bu yerda rasmiy programmani boshlashdan burun shu vaqtdan bir qisqacha izoh berib o'tay. Hammanglarga ma'lum aziz qarindoshlar, bu Sharq Turkiston musofirlar masalasi bizningki hammamizninki qonigan bir yarısı aziz qarindoshlar. Bu Uyg'urlarninki hijrat qilish hargiz bir tasodifiylik emas. Uyg'ur xalqi aldirab o'zininki yurtini, vatanini tashlab aldirab chet elga hijrat qilib chiqadigan bir millat emas. Faqat majbur qolgan vaqtida, amalsiz qolgan vaqtida, hayoti qiyin xatar ichida qolgan vaqtida va o'zining yurtida yashash imkoniyati bo'lmagan bir ahvol ostida chet elga hijrat qilib chiqishga majbur bo'ldi va Uyg'urlarninki chet elga hijrat qilishi butunlay Sharq Turkistonning vaziyati bilan mustamlika tarixi bilan zich munosabatlik aziz qarindoshlar. Hazır vatanimiz mustamlik Xitoy hokimiyatininki mustamlikasi ostida turyapti. Vatanimiz Sharq Turkiston dastlabda Manjularning, keyin bu Xitoylarninki tajovuzga uchragandan tortib hozirgacha Uyg'urlarninki chet elga hijrat qilishi izchil turda davom qilyapti aziz qarindoshlar. Biz burunqini qo'yaylik, o'sha yaqinqi zamon tariximizni elib o'tsak, 1933-yil qurilgan tunji Cumhuriyetimiz o'ngsizlik uchragandan keyin bu yerda Məmtun Buğra, Xotan xalifasi Məmtun Buğra, onundan keyin Mahmud Muidla 30-cı illarninki o'tirlarda, başlarda o'tirlarda chet elga hijrat qilib chiqqan bizningki Sharq Turkistonliklarninki vakil xarakterlik insonlar edi. Onundan keyin bilasizlar aziz qarindoshlar, 1949-yil yani vatanimiz, yani 44-yil qurilgan ikkinchi Cumhuriyetimiz o'ngsizlik uchrab 49-yil vatanimiz yana qaytadan mustabid Xitoy hokimiyatininki tajovuzga uchragandan keyin bu yana zo'r bir turkum bizningki Sharq Turkistonlik qarindoshlarimiz Uyg'urlar chet elga hijrat qilib chiqishga majbur bo'lgan aziz qarindoshlar. Hozirgacha bu hijrat to'xtamayotdi. Her qatim Sharq Turkistonda zo'r bir qonliq hodisalar, zo'r bir qirg'inchilik yuz bergan vaqtida Uyg'ur xalqi o'zininki yurtini, ona suyumlik yurtini, qadrdon yurtini tashlab bu yerda chet elga hijrat qilib chiqishga majbur bo'lyapti aziz qarindoshlar. Bu hozirgacha davom qilyapti va bu jarayonda nurg'un o'ngsizliklarga uchrab keldi. Shuning uchun muhojirlar masalasi, Uyg'ur siyosiy qaşqınlar masalasi bu yerda Dünya Uyghur Kurultayı'nınki eng muhim xizmat kun tartiblarining birisi bo'lib keldi. Buni har zaman biz eng muhim ish qatori Dünya Uyghur Kurultayı bo'lish sifatimiz bilan bunga izchil turda ahamiyat berib kelyapmiz aziz qarindoshlar. Dünya Uyghur Kurultayı bir tashkilot, Germaniyada qonunli qurilgan, qonunli faoliyat olib berayotgan bir tashkilot. Shuning uchun biz faqatla xalqaro qonun prinsiplar va o'zimiz turayotgan davlatninki qonuni yo'l qo'ygan doira ichida biz musofirlar masalasiga qo'l tiqa olamiz va bizningki musofir qarindoshlarimizga yordam qila olamiz va yana o'zimiz turayotgan davlatninki qonuni yo'l qo'ygan sharoit ostida biz sizlarga bu haqda maslahat bera olamiz, yo'l ko'rsatamiz. Shuning uchun aziz qarindoshlar, siyosiy panolik tilash masalasida g'arb davlatlari kirib, Yevropa birligi a'zo davlatlarga kelib, siyosiy panolik tilash haqida har turli savollarni so'ragan qarindoshlarimiz bor. Ba'zisiga biz javob beramiz, boydab o'tgandek, agar qonun yo'l qo'ygan doira ichidagi javob berish tegishli savollar bo'lsa, biz bunga javob berishga tirishib kelyapmiz, ammo ba'zi
qonunga mos kelmaydigan inson qochoqchiligiga, odam atkazchiligiga munosabatli ba'zi savollar bo'lsa, biz unga javob berolmaymiz. Biznimi aziz qarindoshlar, to'g'ri tushuninglar, Dunyo qurultiyi xalqimizning illiq bir oilasi va vatan ichi va sirtdagi xalqimizniki xalqarodagi eng oliy yuksak vakillik organi. Bu Dunyo qurultiyi hammamizga lozim, buni qo'g'dash, buni muhofazat qilish, buni oyash hammamizningki majburiyati aziz qarindoshlar. Xo'sh, endi gap kelayli. Bugun men boya deb o'tdim. Bugungi bizningki suhbatimizning eng asosiy yani mazmuni siyosiy panohlik masalasi bo'ladi. Bu haqda sizlarni atrofli ma'lumotga ega qilish uchun aziz qarindoshlar, navbatda Germaniya federal hukumati tarkibidagi bu chet elliklar va siyosiy panohlik organlarida ham maslahatchi, ham tarjimon bu xizmat qilayotgan va bu jihatda belgilik o'zininki tajribasi va bu jihatda o'zininki belgilik tajribasi va bu jihatdan o'zi ilmiy bir tadqiqot yapgan, izlanish yapgan bizningki bir hurmatli muhtaram bir qarindoshimiz var. Enver Ahmet efendim. Mana ekran oldimizda Enver Ahmet efendim. Enver Ahmet efendim, bugün Atay'dan vaqtingizni chiqarib ziyoratimizni qabul qilganligingiz uchun sizga alayda minnatdorlik bildiraman. Assalomu alaykum. Ekran oldidagi barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Hammanglarni yurakdan salomlayman. Rahmet Enver efendim, bayman izohatimda biraz deb o'tdim. Endi bu siyosiy panohlik masalasi Uyg'urlar navbatda duch kelayotgan eng muhim masalalarning biri. Aziz qarindoshlar, bu yerda Enver efendim men yana qisqacha tanishtirib o'tay. Enver Ahmet efendim hozir Dunyo Uyg'ur qurultiyi tadqiqot markazininki o'zi raisi va ikki qatim keyin bu vazifaga o'zi saylangan. Hozirmi Dunyo Uyg'ur qurultiyida bu vazifani yaptırıvatıdı. Aziz qarindoshlar, sizlarga ma'lum, o'tganda Enver Ahmet efendim bu Dunyo Uyg'ur qurultiyi tadqiqot markazi nomidan maxsus bir siyosiy panohlik tilash qo'llanmasini hozirlab chiqib, buni tarqatgan. Bu siyosiy panohlik tilash qo'llanmasi hozir qurultiyimizningki to'r betidimi hozir bor. Orqada izlasanglar qarindoshlar buni ko'ralasizlar. Xo'sh, Enver Ahmet efendim, sizin bilisiz hem de hozir nurg'un qarindoshlarimiz bu hijrat qilayotgan nurg'uni asosan shu Tayland orqali, Vyetnam orqali, u yerdan Malayziya va u yerdan yana Turkiya orqali. Turkiyaga yig'ilib, Turkiyadan yana Kanada, Amerika va Yevropa Birliği a'zo davlatlarga har xil yo'llar bilan, har xil nimalar bilan kelib siyosiy panohlik tilayotdi. Enver efendim, bu jarayonda bizning qarindoshlarimiz nurg'un qiyinchiliklar duch kelyapti. Masalan, o'tganda mana Misr hukumati Xitoy hokimiyati bilan birlashib turib, bu Misrda o'qiyotgan bir qism o'quvchilarni, shundaqli bir qism Uyg'urlarni vatanga majbur qaytarib o'tish harakati bo'lgan. Bu jarayonda yana Misrdan nurg'un qarindoshlarimiz hem Türkiye orqali g'arb davlatlariga kelib siyosiy panohlik tilashga majbur bo'lyapti. Hem bu jarayonda siyosiy panohlik tilash haqida yeterli ma'lumotga ega bo'lmagani uchun siyosiy panohlik jihatdan belgilik bir qiyinchiliklar duch kelyapti. Xo'sh, sizning dastlab so'raydigan savolim shu, bugungi bu programmamizda mushaqti siyosiy panohlik tilash masalasi haqida bir ilmiy bir leksiya berishingizni orzu qilamiz. Sizce siyosiy panohlik degan nima? Rahmat so'rolig'ingizga Ferhat efendim. Biz Sharq Turkistonlik la buluş süptimiz bilen bulupmu 2009 yılı 5. iyul Ürümçi qanlıq qırğınçılığından keyin zor bir türküm Sharq Turkistonliklar vatandan ayrılıp chet elga chiqib ketishga majbur bo'ldi. Xitoy hukumatining keyingi yillar jarayonida chet ellarda o'qiyotgan o'quvchilarni o'zining xalqarodagi ta'siridan foydalanib va o'quvchilarning vatandagi oila tabobatlariga besim ishlatib majburiy qaytarib ketishi, Sharq Turkistonda bo'lsa atalmish tarbiyalash markazlari nomidagi kollektiv jazolash lagerlarini ta'sis qilib, inson qalbidan chiqqan vositalar bilan Sharq Turkistonliklarni yo'qotishga urinishi, chet ellarda yashayotgan Uyg'urlar o'zlari yashayotgan davlatlarda yoki demokratik davlatlarga berib panohlik tilashga majbur bo'lyapti. Bunday sharoitda biz chuqur siyosiy panohlik tilash degan nima? Qandaq insonlarningki siyosiy panohlik
tilash sharti bor. Ya'ni qandaq siyosiy panohlik tilgan vaqtida qandaq sabablarni ko'rsatgan vaqtimizda bizning tilgan panohligimiz qabul qilishga erishdi degan savollarga javob 48-yili 12 ayning 10 kuni imzolangan Dunyo kishilik huquq kitobnomasi, Janva aktnomasi, Xalqaro kechirim tashkiloti, ya'ni Amnesty International, Yevropa kishilik huquqni qo'g'dash aktnomasi, kishilik huquq xotirasini kuzatish tashkiloti, Dublin shartnomasining mazmuni, panohlanuvchi qatorliq shu xalqaro qonun siyosatlar doirasida panohlik tilashimiz kerak. Şundak. Anvar Ahmet efendim, az kırındaşta belki avazda biraz bir tekniklik mesele görüldü herhalde. Biz hazır 10 yıldır hep karayman. Rahmet Anvar efendim, mesela bu Avrupa Birliği bulup biz hazır Avrupa Birliği'ye münasebetlik yapmak kalaylı. Çünkü biz hazır ne bileyim Germanya'da yaşayotimiz. Avrupa Birliği hazır 28 devlet var hem de Angliya ketiş aldı turbatı onun da 27 devlet kaldı degan gap hamda. Bir yerde 27 devlet. Bir yerde Avrupa Birliği a'zo bu devletlarninki siyosiy panohlik tilash nimasida qandaq bir farq bor. Masalan bu siyosiy panohlik tilash degan bu gap qandaq o'tirg'i chiqqan bu xalqaro musofirlar anglashmasi ahdnomasi bu qachon o'tirg'i chiqqan va buning mazmuni nima hamda? Chunki bu siyosiy panohlik tilash masalasi mushu ahdnomalarninki mazmuniga tayinlandi. To'g'ri, deganimiz tamamen to'g'ri. Ya'ni Ikkinchi dunyo urushidan keyin, ya'ni 1948-yil 12 ayning 10 kuni Dunyo kishilik huquq kitobnomasi imzolandi va uningdan keyin o'sha Dunyo kishilik huquq kitobnomasining qo'shimchasi 1951-yil 7 ayning 28 kuni imzolangan. Buningga 147 davlatning imzo qo'yilishi bilan qarordan o'tkazilgan. Buningdagi mazmunlar necha ming betlik uzun material. Buni ya'ni bizning amaliy ahvolimizga selishtirgan vaqtimizda, bulubma Sharq Turkistonliklarning ahvoliga selishtirgan vaqtida bizga o'xshash siyosiy jihatdan, diniy e'tiqod jihatdan, iqtisodiy jihatdan, madaniyat jihatdan va shunga o'xshash turli sohalarda izlashga uchrayotgan millatlarning, ya'ni xalqlarning haq huquqlarini qo'g'dashni maqsad qiladi. Ya'ni bu shartnomaning mazmuni bo'yicha 1954-yil va 1981-yilgacha bo'lgan aralıqda bu shartnomanikida deyilgan mazmunlarga asosan 50 milliondan ortiq kishi, ya'ni qo'g'dilishga, panohlik tilashga va turli jihatga yordamga erishgan. Shu sababdan 2 qatim Nobel tinchlik mukofotiga erishgan. Ammo biz Uyg'urlarningki ahvoli bu sonning ichida yo'q deyarli hisoblanadi. Anvar Ahmet efendim, rahmet bu vaxtki belki zatınızın mesela bu mesela hazır bazı devletler Avrupa Birliği'ne a'zo devletler kelib siyosiy panohlik tilgan Uyg'urlarning panohlik tilash talebi biraz tez qabul bo'ladi demdi. Buningki sababları nima hamda sizcha? Bundaq tez bo'lishini mesela Germaniya hukumati yaqinda Germaniya hukumati ichki ishlar ministerligida maxsus Germaniya kelib siyosiy panohlik tilgan hech qanday bir Uyg'urni Xitoy qaytarib etmaydiganligi haqida bir qaror chiqargan hamda. Bu Uyg'urlarninki bundaq siyosiy panohlik tilash talabining boshqa millatlarga qaraganda, ya'ni boshqa dunyo millatlariga qaraganda tez bo'lishining sababi nima sizga asosli? Buningdagi tez bo'lishdagi bir sabab, birinchisi 2014dan boshlab Dunyo Uyg'ur qurultiyi izchil holda bizning vatanda yurgizilayotgan Uyg'urlarninki zulm ostidagi vaziyatni butun dunyo jamoatchiligiga, ya'ni ijtimoiy faoliyat, siyosiy faoliyat, shundaqla diplomatik faoliyatlar bilan izchil tunishtirib kelgan bo'lsa-mu, bular qoyil qilarlik bir nimaga materiallarga erisholmagan. Chunki Xitoy davlati, ya'ni chet el bilan bo'lgan yoki uchur aloqa vositalarini qattiq kontrol qilgan bo'lg'achqa, bu jihatda biz paketlik materiallarga erisholmagan. Ammo keyingi mezgillarda g'arb davlatlarininki axborot vositalari bevosita o'zlari berib, bu haqiqiy sodir bo'layotgan ahvollarni
öz gözü bilen görüp ispatlanganlığı üçün Dünya Uygur Kurultayı'nın 2014'ten başlap bu sahada elip beriyatkan faaliyetlerininki real işgalliği, ameliyatga uygun işgalliği ispatlandı. Şunun için yani Avrupa Kişilik Hukukunu Qoğdaş Aktinamısınınki royu yani 1950-yılı 11. ayının 4. günü Rim'de maqullangan bu aktinamının mezmununda meyli qandaq irqtin, qandaq dini itiqad, qandaq etnik ağ görünüştün, buluştun qat'i nazar peşiga yani hayati xavf uçurab Avrupaga kelgan har qandaq bir milletke yoki bir insonga Avrupa parlamentiga a'zo yani Avrupa'daki özüne demokratik deb atagan devletler işkini etiş gerek, ularga yordam qo'lini sunish gerek deydigan modda bo'lg'achqa keyingi vaqtlarda Uyg'urlarninki Avrupa devletlerinde qabul bo'lishi bir qadar tez bo'lyapti. Bo'libmi buning tipik o'rnaklaridan Germaniya. Uningdan qolsa bir qancha oy burun Shvetsiyami bu jihatda pozitsiya bildirgan bo'ldi. Shunga o'xshash Germaniya Avrupa ittifoqininki yani motori bo'lish sifati bilan yani bu Germaniyaninki bu chaqirga boshqa a'zo davlatlarmi izchil yani ovoz qo'shib va bu turdagi xizmatni yaxshi ishlab kelyapti. Rahmat Anvar efendim, hürmetli televizyon ko'ruvchilar, sizlar ko'rayotganlar Dunyo Uyghur Kurultayı tarafidan tasdiqlangan To'rt televiziyasininki Naq maydon programmasi va bugungi Naq maydon suhbatimizningki mehmoni Dunyo Uyghur Kurultayı Tadqiqot markazininki raisi ham Germaniya federal hukumati chet elliklar va siyosatpanoh tilash idorasida maslahatchi bo'lib tarjimon bo'lib ishlayotgan bu jihat siyosatpanohlik tilash jihatda belgilik tadqiqoti va tajribasi va Anvar Ahmad efendi ekranimizda men keyin kirgan bu Naq maydon anglitishimiz keyin kirgan qarindoshlarga izohat berib o'tay. Xo'sh, Anvar efendim siz degandek to'g'ri, haqiqatan Uyg'urlarning g'arb davlatlarida boshqa millatlarga qaragan vaqtida texmi bakrak bu siyosatpanohlik tilash haqqi bor. Hozirgi Uyg'urlarning vaziyatini ko'rsatib qo'ymoqda. Masalan, mustabid kommunist Xitoy hokimiyatining Oliy Sharq Turkistonda yurgizayotgan siyosati bu Birlashgan Davlatlar Tashkiloti tomonidan 1948-yili ma'qullangan irqiy ayirmachilikning oldini olish xalqaro ahdnomasining butun moddalari qilib, butun moddalari qarabda bu irqiy bir qirg'inchilik olib beryapti va irqiy bir jinoyat o'tkazyapti bu yerda. Asli Xitoy bu xalqaro ahdnomniki mazmuniga asoslanib, hozir Xitoyninki Xi Jinping boshchiligidagi bu yerda hozirgi avlod rahbarlarining hammasi bu Gollandiya lohidagi xalqaro adolat divonida bu yerda jinoiy javobgarlik tortilishi kerak. Chunki shartni to'shib ish bo'ldimda. Xo'sh, Anvar efendim bu yerda avval bir qarindishimizningki Bahadır Harun isimli bir qadrli hürmetli qarindishimiz bir savolni so'rabdi. Avval shu savolga javob berib, anandagi suhbatimizni davomlashtiraylik. Bu qarindishimizning so'ragan savoli shu. Masalan, men Yevropa Birligi a'zo bir ma'lum bir davlatning vizasini elib, shu viza olgan davlatga bormay, boshqa davlatga kirib siyosatpanohlik tilasam, bu yerda hamda qandoq bo'ladi? Shu men viza olgan davlatga qaytarib o'tdimmi, qaytarib o'tish ehtimoli bormi? Biz viza olgan vaqtida shu viza olgan davlatningki konsulxonasi elchixonasiga bormoq izni beramiz va bu bormoq iznimizni 6 oyda avtomatik silinib ketadigan deb anglab ko'rasizmi degan savol hamda. Buning bir javob beraylik. Savolingizga rahmat. Bu savolga javob berishdan ilgari Dublin shartnomasi qandaq shartnoma, uning mazmunlari nima degandan boshlashga to'g'ri keldi. Masalan, Dublin shartnomasi 2 va Dublin shartnomasi 3 deb ikki Dublin shartnomasi va Dublin shartnomasi 2 2003-yili 5-oyning 8-kuni imzolangan. Dublin shartnomasi 3 2013-yili 6-oyning 26-kuni imzolangan. Bu shartnomaning mazmuni, ya'ni bu beradigan javobimizga intayin munosabatli. Mundaq aytgan vaqtida panohlanuvchi Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lgan har qanday bir davlat kelganda tunji kelgan davlatda panohlik tilash iltimosini sunish kerak. Ya'ni Yevropa ittifoqiga a'zo 28 davlatningki siyosiy, iqtisodiy, farovonlik ahvollarida farq bor. Masalan, shundoq. Davlatningki o'tircha kirimi, ishlab chiqarish vositalarining taraqqiyotganligi jihatda Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlarda farq bor, ammo panohlanuvchilarga tutgan siyosat, panohlanuvchilarga bir taraf qilishdagi xizmat salmiga o'xshash.
Endi abayqi qarindishimizning savoliga kelsak, masalan, Yevropa parlamentidagi ma'lum bir davlatning vizasini olgan bo'lsa, shu davlatga ya'ni viza iltimos qilgan vaqtida u qarindishimiz hargiz men mana shu davlatga berib panohlik qildim deb iltimos qilmadi. Men shu davlatga berib sayohat qilmay yoki bo'lmasa boshqa bir sababni ko'rsatib, bu yerda men shu davlatga berib panohlik tilayman degan iltimosni qilmadi. Shunday. Bunun materiallarni elchixona yoki konsulxona shu viza bergan davlatga o'rin olib qoladi, ammo u materiallarning hammasini viza bergan davlat ziminida, ya'ni shu Yevropa ittifoqiga doir ziminda 3 minutning ichida topalaydi u materiallarni. Endi u qarindishimiz shu viza olgan davlatga kelib yoki kelmay, ammo shu viza olgan davlatida panohlik tilmasa, panohlik tilagan davlat taqlidi, ya'ni hozirlik qilish shaklidagi guvohlik berish suhbatini ilib bordi. Masalan deydi, efendim siz mandaq bir davlatning vizasini olibdikansiz, u vizani olgan vaqtingizda siz shu davlatga borman yoki shu davlatda panohlik tilayman demabdikansiz. Endi siz bizning davlatga panohlik tilayapsiz. Biz faqat siz bizning davlatimizda panohlik tilaganligingiz uchun biz hozirlik qilish guvohlik suhbati ilib boramiz. Nereden keldiniz, qachon keldiniz, qanday yo'llar bilan keldiniz, iqtisodiy ahvolingiz nereden nergacha qarz ilib keldingizmi yoki bo'lmasa o'zingizning iqtisodiga tayinib keldingizmi? Bu jihatda guvohlik berish suhbatini ilib berib bo'lgandan keyin, aynan keyin shu viza bergan davlatga bu iltimosni sunadi. Ma kishi, ya'ni ma inson sizlarning davlatning falonchi o'rnidan viza olibdikan to'q, bizning davlatga panohlik tilida. Endi bu chunki sizlar viza bergandan keyin Dublin shartnomasininki mazmuniga asosan sizlar javobgarlikni ustinglarga ilishinglar kerak. Sizlarga qaytarib o'tamiz. Sizlarga, ya'ni bu odamning butun uchurlari panohlik tilashga sabab miyadimi-yagcha. Sizlar viza beribdikansizlar, javobgarlikni ustinglarga olamsizlar deb shu viza olgan davlatga bu materialni yo'llaydi. Yo'llagandan keyin u material bir qism davlatlar qabul qiladi, bir qism davlatlar buni qabul qilmaydi. Buningga bir qancha misolni deshik to'g'ri keldi. 1 yilning oldida Xitoyning ichki o'lkalarida o'qiyotgan o'quvchilarimiz shu Xitoyningki zulmining berishiga ergishib, bu yerda nurg'un iqtisodiy pul bilan aqsh qilib, pasport ishlatgandan yoqi shu Xitoylar keyingi vaqtlarda shu Maltada oltin vizasi, anoniki Ispaniyada oltin vizasi deb Xitoylar shu yerda zimin setib olsa, viza beradigan ish bir qadar avjiga chiqqandi. Shu cho'ng iqlimdan foydalangan bir qism aqlli o'quvchilarimiz Uyg'urlar pasport ishlab, bular Maltaga kelgan yoki Ispaniyaga kelgan, anonkin ular u yerda panohlik tilamagan. Balki ular Fransiyada, Germaniyada, Avstriyada yoki boshqa davlatlarda panohlik tiladi. Buning ichida Germaniyada panohlik tilaganlarmi bor, ammo ularni Maltaga qaytarib o'tmadi. Chunki ular Maltada panohlik tilamagan. Bir sabab bo'lgan bo'lsa, yana birisi ular barmoq izi ilinmagan. Maltaga tushib barmoq izi ilinmagan, Maltagami bormagan. Ya'ni Malta Schengen Yevropa ittifoqiga a'zo davlat bo'lgandan keyin Maltaning vizasi bo'lsa-mu, ammo tunji tushgan davlatda Germaniya, Fransiya, Avstriya va yoki boshqa davlatlar. Buning uchun buningga kisblar sizni cho'qim shu kelgan viza olgan davlatingizga qaytarib o'tadi deyishmi? Masalan, meningcha butunlay to'g'ri emas, ammo Dublin shartnomasining mazmuniga asosan qaysi davlat viza bergan bo'lsa, shu davlat panohlik tilash iltimosiga mas'ul bo'ldi, javobgarlikni ustiga oladi, ammo cho'qim qaytarib o'tishga deb buni kisb deyish biroz qiyin. Bu haqiqatan bu masalani haqida aniq izohat berganingiz yaxshi bo'ldi. Bu savolni bizning ko'p qarindoshlarimiz so'raydimda. Sizmi bu Dublin qonuni anlaşması haqida bir yerda izohat berdingiz. Dublin anlaşmasıga asosan Yevropa Birligi a'zo davlatlarda qaysi davlatga oyog'ingiz avval tekkan bo'lsa, shu davlatga iltijo qilasiz prinsip bo'yicha va qaysi davlatning vizasini olgan bo'lsangiz, yana prinsip bo'yicha shu davlatga berib iltimos qilasiz. Ammo yana %100 shu o'zingiz viza olgan va yoki o'zingizning tunji oyog'i tekkan davlatga %100 qaytarib o'tadi deydigan
bir nima kesim bir nima yo'q va o'zingiz ilchi yaqqan davlat bilan o'zingiz viza olgan davlat o'rtasidagi hukumat o'rtasidagi bir anglashma munosabatdagi anglashmaga bog'liq narsa ekan. Shundaymi Anvar afandim bu? To'g'ri. Buningga 100% kelib, qaysi davlat viza bergan bo'lsa, shu davlatda panohlik iltimosini sunsiz deydigan shart yo'q. Dublin qonuniningki mazmuni bo'yicha shundoq, ammo mana Abay deyilgandek nurg'un qarindoshlarimiz, bir qism qarindoshlarimiz Schengen davlatining vizasini olib Germaniyada, Fransiyada va boshqa davlatlarda yashab, iltimoslari qabul bo'lib, hatto oliy maktabga kirgan qarindoshlarimiz bor. Albatta, bu masalami biroz oydinlashgan yaxshi bo'ldi. Anvar afandim, endi bu siyosiy panohlik tilaydigan qarindoshlarimiz hozir bu endi yaxshi qabul bo'layotdi. Shundaqdimi endi sotda yetarlik bu yerda dalil isbotlarni ko'rsatish kerak, o'zining zulm chekayotganligiga oid va hayotning xatar ichida ostida qolganligiga munosabatlik Xitoyninki taqiq qilishiga, bu yerda tahdidiga, besimiga uchrab kelganligiga oid dalil isbotlarni ko'rsatish kerak. Sizcha bu siyosiy panohlik qarindoshlarimiz hozir nurg'un qarindoshlarimizningki siz sotda qatnashdingiz, tarjimon bo'lib qatnashdingiz. Bu jarayonda siz nimani his qildingiz? Nimalarga diqqat qilish kerak? Qanday bir kamchiliklar bor bu vaqtda saqlanayotgan? Masalan, shu bizning qarindoshlarimizni Yevropaga kelib siyosiy panohlik tilayotgan qarindoshlarimizni saqlanayotgan asosiy masala nima endi? Masalan, bu to'g'rida masalan men ko'p hollarda men duch keladigan ahvollar qanday desangiz, Farhod afandim. Xo'sh. Men savolni so'raganingiz nihoyat yaxshi bo'ldi. Biz Uyg'urlarning an'anaviy tafakkur shakli bilan g'arbliklarning an'anaviy tafakkur shaklida yomon bir cho'ng farq bor. Sen abaysiz degandek ba'zi savollarni bular qo'ygan vaqtimizda biz shu savolni udul javob bermasdan shu savolni cho'r degan holda uningki oq ko'rinishi, sabablari va uning kelib chiqadigan xulosalaridan tortib javob qilamiz. Masalan, o'zi bevosita shundoq bir fojiaga yo'liqqan, mayli diniy jihatdan, siyosiy jihatdan, iqtisodiy jihatdan yoki nikoh jihatdan va yoki iqtisodiy jihatda vayronchilikqa hukumatning siyosiy sababli iqtisodiy jihatdan vayronchilikqa uchrash. Bu narsalarni bizning nurg'un qarindoshlarimiz deydiki, o'zining beshigidan kechirgan shu naq ahvolni demasdan bu yerda Xitoy hukumatiningki siyosati yoki bo'lmasa yerlik hukumatning siyosati deb bu so'ralgan savollarga nihoyatda chetnigan asosda javob qiladi. Hattoki ba'zi o'zi bevosita uchirgan ajoyib ichinishli tragediyalik bir ahvol. Agar shu ahvolni desa, chunki Abay yuqorida deyishdik bu to'g'risida Dünya Kişilik Hukuk Akdnomasi, Yevropa Kişilik Hukukini qo'g'dash Akdnomasi qatorliq nurg'un akdnomalarningki barliq mazmunlari har qanday bir Uyg'urning navbatda ko'rayotgan fojiasi, ya'ni demokratik davlatlarda butunlay qabul qilishga erishishga tegishli bir masala. Ammo buni qarindoshlarimiz bir normal shaklda isbotlab beramagan bo'lg'achqa, chunki demokratik davlatlar yuqorida deyilgan aktnomalarning hamma mazmunlarini ko'chmanlarni yoki panohlik tilguvchilarni qabul qilishdagi o'zining asosiy qonun moddalariga kirgizgan. Bir Uyg'ur kelibdi, xush keldingiz deb qabul qilmaydi. Albatta bu rasmiyat va shu rasmiyat bo'yicha shu qarindishimizning, shu Uyg'urlarningki ko'rayotgan, ya'ni o'zining beshidan kechirgan kechirmishini normal bir shaklda deb bersa, panohlik tilgan davlat asos qonun muhojirlarni ya panohlik tilguvchilarni qabul qilish shartiga butunlay uyg'un keldi. Ammo biz shuni bir sistemli holda, bir logikali holda deb beramaymiz. Buning uchun ham masala so'rgan vaqtimizda bu jihatda biroz tushunchasi bor, bu jihatda biroz ilmiy, qonuniy, siyosiy jihatlardan tushunchasi bor insonlardan so'rmay udul kelgan yoki bu jihatda tushunchasi biroz tugan qarindoshlarimizdan masala so'rab, o'zininki tizdan qisqa vaqtda bitadigan ishlarga o'zi to'salg'i bo'lib qolayotgan ahvollar ko'p ko'rilyapti. Shundoq. Hurmatli Anvar afandim, rahmat bu haqda obdan yaxshi izoh beryapsiz. Bu yerdamda bu yana Buğraxon O'g'iz ismli yana bir hurmatli qarindishimizning bir savoli bor ekan. Bu qarindishimiz shu savolni so'rabdi. Men asli Amerikaga berishni orzu qilgan. Amerikaga berishni orzu qilgandim. Ammo afsuski borolmadim.
Agarchanda Yevropaga berib, bu yerda ishlarim hal bo'lib bo'lgandan keyin men Amerikaga bora olaman degan savol ekanimda. Endi bu naytı bir oddiy savol bo'libdi. Masalan, Amerikaga borolmagan bo'lsa, Yevropaga kelib panohlik tilasa, Yevropaga kelib panohlik tilab bo'lganki, albatta shu panohlik o'lchamiga to'g'ri kelsa, tezdan qabul bo'ladi. Hozir 19 Germaniyada masalan 19 kunda qabul qarorini federatsiya hukumatidan topshirib olgan qarindoshlarimiz bo'lyapti hozir. Germaniyada qabul bo'lib bo'lgandan keyin faqatlam chet elga chiqish jarayonida shu bağmakçı bo'lgan davlatning talablari bo'ldi. Masalan, German grajani bo'lgan bo'lsa, Amerikaga berish uchun faqat internetda o'zining Amerikaga boradiganlikdan iborat bir arzusini internetda tizimlab qo'ysa, uningga avtomatik chegirdan kirish yoki kirmaslik ruxsati berildi. Ya'ni bu normalda elektronik viza degan gap. Endi panohlik tilguchi, ya'ni 19 ya'ni dunyo kishilik huquq shartnomasiga asosan panohlik tilash yeşil pasport algan bo'lsa, agar Amerikaga berishni xohlagan bo'lsa, masalan, Amerikaga berish uchun u yerda o'zining iqtisodini ta'minlaydigan, ya'ni bu sayohat chiqimini ko'taradigan, borgandan keyin yetib qopadigan yoki borgandan keyin sayohat chiqimlarini ko'taradigan iqtisodiy isbotlarni ko'rsatilsa, Amerika vizasi albatta buning hukumati albatta viza berdi. Agar u iqtisodiy sabablarni ko'rsatilmasa, viza bermaydi. Buning uchun Germaniyada shundaq, Yevropada shundaq nurg'un siyosiy panohlik tilab qabul bo'lib bo'lgandan keyin bu davlatlarda 8 soat ishlab o'zining iqtisodiy chiqimini o'zi ko'tara oladigan bir saviyaga yetgan vaqtida andan keyin Amerikaga iltimos qiladi, viza iltimos qiladi. Amerikaga borgandan keyin u yerda agar favqulodda bir yaxshi xizmat uchrab qolib qolsa, shu xizmat bilan ta'minlaguvchi uningki ashada turishlik masalasini Amerika hukumatiga iltimos qilish orqali shu Amerikada bejirdi. Yoki bo'lmasa to'y kun nikoh masalasi qilib, masalan bu Germaniyada deyli yoki Fransiyada panohlik tilab qolib qoldi. Bu yerda ishlari hal bo'lgandan keyin Kanadadagi, Avstraliyadagi yoki Amerikadagi ma'lum qarindoshimiz bilan to'y qilmoqchi yoki nikoh qilmoqchi bo'lib qolib qolsa, agar u ishlamagan bo'lishidan qat'iy nazar Amerika tarafdagi masalan loyiqa qiz bo'lsin, o'g'il bo'lsin, o'zininki ya'ni qonunliq to'y qilganlikdan iborat isbotlarni to'liq ta'minlasa, ya'ni Dublin qonuniga asosan bu shundoq. Ya'ni Dublin qonunininki shartnomasining ro'yiga asosan panohlik tilaguvchilarninki dunyoning har qanday yerida erkin nikohlashish huquqlariga ega deyilgan. Bu mazmunga asosan dunyoning har qanday bir yerdagi demokratik davlatdagi, ya'ni siyosiy panohlik tilab 8 soat ishlamagan sharoitda nikoh sababidan xohlasa Yevropa, Amerika, G'arb, ya'ni Kanada, Amerika, Avstraliya, Yangi Zelandiya qator davlatdagilar Yevropaga kela oladi, Yevropadagilar yuqorida deyilgan davlatlarga bora oladi. Bu faqat Dublin shartnomasining mazmuniga asosan buni normal bajarish bo'ldi. Agar sayohat qilib borman desa, chuqur xizmat qilish kerak. Sayohat chiqimini, ya'ni sayohat qilishdagi iqtisodiy manbalarni aniq qayli qilarlik tushuntira olsa, normal sayohat qilib berib kelish bu bir normal ahvol. Rahmat Anvar apandim. Bay qarindishimizning savoliga yaxshi bir javob berdingiz. Albatta Yevropa Birligi a'zo 28 davlat va qaysi birisi kelib siyosiy panohlik talabingiz qabul bo'lib, qo'lingizga erkin sayohat qilish qabul bo'lgandan keyin pasportingizni olasiz. Endi boshqa erkin sayohat qilishingiz boshqa davlatlarga, masalan Kanadaga, Avstraliyaga va yoki Amerikaga berishingiz uchun siz degandek siyosiy panohlik talabingiz qabul bo'lgandan keyin qo'lingizga erkin sayohat qilish, bu yerda Xitoydan boshqa har qanday davlatga bora oladigan, bu yerda qo'lingizga pasport berdi, bu erkin sayohat qila olasiz bu pasport orqali. Albatta sayohat qilishingiz uchun ba'zi iqtisodiy shartlarni ozilishingiz kerak, ish o'rningiz bo'lgan bo'lishi kerak, muqim bir kirimiz bo'lgan bo'lishi kerak. Chunki siz Germaniyada siyosiy panohligingiz qabul bo'lib, men Amerikaga borib sayohat qilib kelman desangiz, cho'qim Amerika konsullari bu yerda 3 oylik maosh qog'ozingizni talab qildimda, mening bilishimcha, va yoki qarshi tarafning Amerikadasini taklif qilgan odamniki bu nimasini talab qildi. Anvar apandim rahmat. Yana birisi, masalan ko'proq qarindoshlarimiz shu savolni so'raydi. Masalan, bir qarindishimiz kelib siyosiy panohlik tilda Yevropa Birligi a'zo qolgan bir davlatda deyli.
Ama balları ya Türkiye'de kaldı, balcaksı billa ekiliş imkanı yok. Ya Mısır'da kaldı veya ki başka devlet kaldı. Avrupa Birliği'nin stratejik bir devlette. Bunda bir şeraitten özde, kandak bir şeraitte balcaklarını ekilelaydı. Bu vaktin bir bunun kanunu yolları neme bu vaktin zat vergen bolsanız. Şu Dünya Kişilik Hukuk Tatnamesi ve bulunma 2013 yılı makullangan Dublin Şartnamesi'nin mezmunu asasen bu aile birliği kategoriyasi kirdi sizin sorgan sualınız. 2014, 2015, 2016 yılları mesela Suriye'deki uruş musafirleri, yakımızda Afrika'daki kurgakçılık apıtı, yakımızda iktisadi vayronchilik sebebinden Avrupaga panohlik tilaguvchilarning oila tavobatlarini Avrupa İttifaqıga a'zo davlatlardan aktiv bu xizmatni ishlaganlar Germaniya, Fransiya, Shvetsiya, Norvegiya qatorliq davlatlar bo'lgan. Ama 2018'nin 5'inden başlap çünkü bu kelgenlerinin hemisi Dublin kanununki yani Dublin şartnamesinin mezmunu asasen bu devletlerde tutmasdan başka bir devletlerge küçüğü yürüp yaşap bu cihetteki siyasetine biraz katmalara düşüp kaldı. Eğer bizden Uygur qarindaşlarımız yani Şarkı Türkistanlık qarindaşlarımız özününki şu Kaşkun hayatıda yani bir demokratik devletke kiliş mabeynide balıçakları aile a'zolarından ağırlık kalgan şaraitte bunun konkret mezmunları mesela eğer jörisi ağırlık kalgan bolsa onu kabul bolup bolgan özü panohlik tilagan devletler derhal iltimas qilsa onu münasebetli kanun organları bilen yoki advokat taklif qilish bilan hukumat mı bevosita qiladi bunu ama abay deyilgandek bu biraz katmal holatda navbatda Germaniyada. Başka devletlerde mi shundaqki bulupmi bununla Vengriya qatorliq Sharqiy Avrupadan Avrupa İttifaqıga yangi kirgan devletler, yangi a'zo bo'lgan devletler biraz past holatda turayotgan bo'lg'achqa, G'arbiy Avrupadagi devletlarni biraz past holatga tushirib qo'ydi. Bu nuqtada jörisi bo'lgan bo'lsa, uni tez vaqtning ichida akilish mumkin. Agar farzandlari bo'lgan bo'lsa, 18 yoshdan tuvan bo'lgan bo'lsa, chunki demokratik devletlarda 18 yoshdan tuvan bo'lganlar qoramig'i yetmaganlar hisoblanadi. Bu qoramig'i yetmaganlar yoki jörisidan shu qashqunlik hayotida, sargardonlik hayotida ag'rilib ketishni birlashtirish shu Dublin qonunininki asosiy mezmunlarining biri bo'lg'achqa buni qilish nihoyatda tez davomlashadi. Agar 18 yoshdan eshib ketgan bo'lsa, uningga hukumat ega bo'lmaydi. Qonun bo'yicha hukumat ega bo'lmaydi. Agar jurist bo'lgan bo'lsa, ayol qolib qolgan bo'lsa yoki yo'ldoshi qolib qolgan bo'lsa, uni panohlik tilagan davlatlar tizdan shu davlatga akilish to'g'risida faqat sayohat rasmiyatlari, ya'ni pasporti demak, ya'ni xalqaro sayohat rasmiyati bo'lgan sharoitda shu jurist turgan davlatlarning konsulxona ya elchixonalarga kirib iltimos qilish orqali bu xizmatni tez qisqa vaqtda bajarish mumkin. To'g'ri. Farzandlari 18 yoshdan eshib ketgan bo'lsa, chunki 18 yoshdan eshib ketgan odam bir mustaqil odam o'zining oilasidan o'zi chiqalaydi deb qaraldi. To'g'ri. Ammo u o'zi kelsa, bir amal qilib o'zi ota-onasini izlab kelsa, 18 yoshdan eshib ketgandan keyin bu chegirdan kirgan yoki tizimlatgan vaqtning o'zida darhol mening ota-onam falan ismi mandaq tug'ilgan vaqti mandaq mushu davlatning mandaq yerda turdi desa, ota-onasi bor yerga taqsim qiladi. Rahmat Anvar efendim, bu bir nazik mesele çünkü qarindoshlarimiz balchaq va uşaq ballar va qarindoshlarimiz u biroqli viza olmaydi endi Yevropadagi qolgan bir davlatga, chunki balchaqi bo'lgandan keyin biroz tez bo'ladi. Shunga xili ko'p qarindoshlarimiz oldida o'zi kelib siyosiy panohlik tilab keyin andan keyin ballarni asosan qilyapti. Siz deb o'tgandek burun aytdi yaxshi etdi. Masalan men bu siyasi panohlik tilagan vaqtimda 1995 yilning 5 kelib Germaniyaga siyasi panohlik tilagan vaqtimda balam Qozog'istonda bizning uyda o'qib yurgan. Shu balamni akilish uchun Germaniya tashqi ishlar ministri, ichki ishlar ministriga murojaat qildik. Keyin Germaniya tashqi ishlar ministrligi balamga bir qatimliq Qozog'istondan keldigan Germaniyaningki balalarning pasportini o'tib, Germaniyaningki Qozog'istondagi Olmaotadagi konsul orqali balamni akab bergan hamda hozir shartlar biroz ig'ir. Siz degandek bu Avrupa Birliği a'zo 28 davlatninki sharoiti masalan sosyal paravollik, ishlash masalasi, kirim masalasi,
siyasi panolig'inin qabul bo'lish masalasi. Bu hammasida farq bor haqiqatan. Biroz yaxshiroq hamda mening bilishimcha G'arbiy Yevropa davlatlari bu yerda asosan va Skandinaviya davlatlarining sharoiti biroz yaxshi siyosiy panolik tilash uchun. Bu haqiqatan muhim bir narsa. Aziz qarindoshlar, men bu yerda qayta eslatib qo'yay. Hozir sizlar ko'rayotganlar Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasininki naq maydon suhbat programmasi va bugungi suhbatimizning mazmuni siyosiy panolik tilash. G'arb ellari kelib, jumladan Yevropa Birligiga a'zo davlatlar kirib siyosiy panolik tilash masalasi va siyosiy panolik tilashda diqqat qilish deyish nuqtalar haqida bu jihatdan belgilik ilmiy tadqiqot bo'lgan, bu jihatda mutaxassislashgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi tadqiqot markazininki raisi Anvar Ahmad apandim bilan bu haqda suhbat o'tkazyapmiz. Anvar Ahmad apandim bu haqda obdan leksiyalarni beryapti. Suhbat boshlangandan buyon Anvar Ahmad apandim o'zi hozir zaten Germaniya federal hukumati chet elliklar va siyosiy panolik tilash idorasida ham maslahatchi ham tarjimon bo'lib xizmat qilib kelyapti. Xo'sh, Anvar apandim yana bir nozik savol bor endi. Masalan, bu bir qancha yil burun bu Suriyadan 2 milliondan ortiq, ba'zi 3 million deyli, bu Suriya urushdan qochib nurg'un Suriyaliklar har xil qonunsuz yo'llar orqali Bulg'ariston davomli bu Sırbistan, Uyadın bu Vengriya orqali bu Avstriya orqali bu G'arbiy Yevropa davlatlariga, bu Germaniyaga asoslangan. Kelgandan keyin Germaniya hukumatidan bir belgilama chiqadi. Chunki kelganlarning ichida 50 ming dollarlab, 100 ming dollarlab, 1 million dollarlab naqd pulni so'ngkisiga yoki badaniga tangib kelganlar ko'p ekan. Bu sebepten Germaniya hukumati balkim Yevropa Birligi a'zo boshqa davlatlar prinsip chiqargan bo'lsa kerak. Manchi ming yevrodan ishib ketgan pulni hukumatga topshirish kerak va hukumat shu odamga vakolatdan saqlab turadi degan bir prinsip chiqadi endi. Bu bizning Uyg'urlarningki, bizning Uyg'ur musofirlarimizning u darajada puli yo'q, mol mulki zamini hammasi vatanda qoldi, uni chiqish imkoniyati yo'q. Vatanni butunlay Uyg'urlarning chet elga chiqishini yoki chet elga Uyg'urlarning vatanga berishini qamal qildi Xitoy. Hozirgi vaziyatning o'zi ustida uchiq bir turma bizning vatanimiz Sharq Turkiston. Nurg'un qarindoshlarimiz iqtisodiyotning intayin qiyin bir vaziyatda hozir siyosiy panoh tilayotgan. Jiq pul yo'q, shundaqmi bu jihatdan bir ma'lumot bersak yaxshi bo'ladi deb o'ylaymiz. Har ehtimol qarshi bu vaqtda chiqargan Germaniya hukumatidan boshlaylik. Chiqargan Germaniya hukumatining bu vaqtdagi o'lchimi qanday masalan? U pulni ilib olsa qaytarib beramdi, bermamdi? Bu şartdan bir izoh bergan bo'lsangiz. Bu savolni so'rag'iningizmi nihoyat yaxshi bo'ldi, chunki bizning nurg'un qarindoshlarimiz bu jihatda yetarli tushunchaga ega emas. Bir qancha yil ilgari Dubaydan 4 akif keldi, har bir aylan 15 ming euro bilan keldi ekan. Kelib andan keyin bular chegardan kirish rasmiyati bejirilib bo'lgandan keyin transfer qilgan yerga hukumat taksi chaqirib berdi. Taksi chaqirib bersa, pulni sizlar nima deb to'lamaysizlar deb u yerda ular turib oldi-ku. Degandan keyin har biringlar 10 ming euro pul bilan kelibsizlar, sizlarda bunchalik pul bor turib, biz bu sizlarga taksi chaqirib berib, bu to'laydigan pulni shu boj topshirganlar, muhtojlar uchun beriladigan pul bu. Sizlarga pul berilmaydi dedi. Albatta shu Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlarningki bo'libmi 2010 chiqqan shu Abay siz degan savolning toza javobi shuningdan chiqdi. Dublin shartnomasida ya'ni beshiga kun tushib o'zining hayotini qutqizish uchun g'arb davlatlarida, ya'ni Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlarda panohlik tilguvchilarning yanida 950 yevrodan ortiq jiq pul bo'lsa, agar 950 euroni o'ziga olgan va undan oz pul bo'lsa, u hech qanday nimaga daxl tariz uchirmaydi. 950 euro dedingiz. Odam beshi 950 euro shunami? 950 euro. Agar undan ortiq pul bo'lsa, sizda shunchalik bir pul turib, yana hukumatningki buni savolingizdan keyin yana bu to'g'risida to'xtalishga to'g'ri keldi. Albatta. Sizda net 4-5 ming euro yoki 950 eurodan jiq pul turib, sizning qo'shimcha ya'ni bir ehtiyojingiz uchun hukumat yana pul to'lamaydi. Shunday. Masalan, bir qismlar Suriyadan kelganlar yomon oltinga, bizmi shu oltinni zinatlarni bak ko'p ishlatamiz. Shunday. Net 100 gramlik oltin zanjirlarni, net 100 gramlik oltin bileziklar bilan kelib sotsial yordamiga
sosyal yardım alımız degandan hükümet bunun karşı çıktı. Senin altın zincirinin özü 4-5 ming euro yaraydı ama üzgünün özü 5-6 ming euro yaraydı. Sen 10 ming eurodan artık bir meblagga ega bir adam turib, sen qandaqlarcha bu baş topshirganlarniki bu iqtisodiy jihatda yar yo'lakka ehtiyoji bor insonlarning qachiq qo'l uzatsa deb bu jihatda shu Yevropa İttifaqıga a'zo davlatlar va Dublin shartnomasi 2013 şu mazmunni tuzdi. Bu bir qonun emas, ama bu bir siyoset. To'g'ri. Haqiqatan bu hamda Germaniyami shu Yevropa Birligi a'zo davlatlarning asosiyatiga o'xshab keladi. Endi bu masalan bu yerga kelib Germaniyani misol qilaylik, siyosiy panohlik tilagan minutingizdan boshlab sizning o'likingiz, tirikingizga shu Germaniya hukumati ega chiqadi. Masalan, Germaniyani desak, darhol avtomatik holda sizni haqsiz davolash bu nimasiga sistemasiga bog'laydi. Har qanday zo'r chiqim ketsa-mi, har qanday cho'ng operatsiya bo'lsin, butunlay sizni haqsiz davolaydigan bir sistemaga avtomatik bog'laydi. Bu jihatdan hech qanday andishingiz bo'lmaydi. Yana birisi sizningki yotoq, tomoq masalangizga Germaniya hukumati butunlay bunga ega chiqadi. Bunda bir sharoitning o'zida chamdan pulni ko'tarib, necha yuz grammlab oltinni ko'tarib kelib qolgandan keyin bu bu yerda Bayan Rahmet efendim degandek bu belgilik ma'lum aytgan vaqtda ham bu Germaniya hukumatining prinsiplariga to'g'ri kelmaydi. Shundoq ham bu yerda qandaydir yana shuni eslatib qo'yaylik, balki Anvar Rahmet efendim bu vaqtda zot biri bu yerga ish o'rningiz yo'q sharoitda, ish o'rningiz kirim manbaingiz bo'lmagan bir sharoitda o'zingiz siyosiy panohlik tilab turib, bu yerda banka hisoboti ichib, bankaga zo'r miqdorda bu yerda pul qo'ya olmaysiz. Bunun mənbəsini dərhal sürüşdürdü hükümet. Bu yerda iqtisodiy masalalar kelgan vaqtida Germaniya bo'lsin, Avropa Birligi a'zo davlatlar bo'lsin, iqtisodiy masalalarda nozik hamda nozik. U boshqa bu O'rta Sharq davlatlariga o'xshash chamadonni pulni ko'tarib, kep uysi to'lanmaysiz. Chamadonni pulni ko'tariblar, u yuqori mablag'da yoki nima solanmaysiz bu yerda mablag' solanmaysiz va yoki tijorat qilolmaysiz. Çokum şu pulunuzun mənbəsini gözləyişiniz gerek ve o pulun qara pul emas, haq pul, onun pulunu qandaq tapqanlığınızdan ki nemisi haqqında aniqlama berişiniz gerek ve o pulunuz qonunluq bank sistemasi orqali transfer bo'lib kelish kerak. Shundaq bu Anvar Ahmad efendim mening bilishim. To'g'ri. Yaxshi tushuncha berdingiz. Anvar Ahmad efendim xo'sh, endi bu ba'zilar so'raydi, biroz aldiraydimi shu siyosiy panohlik tilash masalasida. Albatta ayni vaqtida biz yangi kelib siyosiy panohlik tilgan vaqt bizmi oldirgan baldiroq bir talabimiz qabul bo'lsa deb. Biz kelgan vaqtimizdami biroz afsiz vaqtida ketganmiz, ammo shu vaqtda Uyg'urlarning talabining qabul bo'lish nisbati yuqori 95-yillar, 96-yillar. Chunki vaqtida bilasiz bu Bosna Hersek urushi mezgili bo'lgan, Bosna Hersek urushi mezgili bo'lgan. Undan keyin bu NATO'ning Sırbistonga hujum qilish masalasi bo'lgan. Urush bo'lgan mezgilga butun nimani biz Germaniyaga kelsak, Germaniyani zaten Bosna Herseklik ya asli sobiq Yugoslaviyaga tarkibidagi nimalar urush nimalari, musofirlari qoplab ketgan hamda. Ammo bizning shunday bo'lsin, siz qabul bo'lgan. Hamda hozir masalan bu sotninki jarayoni qanday bo'ladi? Bir odam siyosiy panohlik tilagandan keyin masalan Germaniya misol olaylik. Germaniyada u siyosiy panohlik tilash, masalan bir odam yoki aydirimdan keldi, aydirimda siyosiy panohlik tiladi va yoki sirtqa chiqib advokat orqali siyosiy panohlik tiladi. Bu odamninki siyosiy panohlik tilash soti ninki jarayoni qanday? Sot degan vaqtida ko'p odamlar bundan biroz urkiydi hamda. Bizda mustabid Xitoy hokimiyatining sotlari qalisida bor. Ularning qonun organlarining vahshiy, g'ayri insoniy qilmishlik qalisida bo'lg'achqa sot degandeklar biroz tushuchish, biroz o'diqish, biroz gangrash o'tgan qarindoshlarimizniki nimasida. Shu sot tartibi qanday bo'ladi? Bu masalan o'z bevosita iltijo qilgandan keyin masalan siyosiy panohlik tilash iltimosini rasmiy sungandan keyin advokat orqali kirganda yaxshimi? Bu sot jarayoni qanday bo'ladi? Qanday bosqichlarni ishni o'tkazdi? Ba'zan baldirildi ekan, ba'zan siz bo'ldi ekan. Bu haqda biz zaten o'tgan bo'lsangiz. Yani buna cevap veriştim burun. Tüvendi bir qancha noktalarını eskertip qo'shib to'g'ri keladi. Yani o'zi grajdan bo'lgan davlatda siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy
jihatda zo'ravonlik uchursa yoki etnik millat bo'lganligi, diniy e'tiqodi sababli yoki bo'lmasa sayya davolanishda normal davolanish imtiyoziga erishamaslik yoki bo'lmasa ma'rif tarbiyasi ilish, diniy e'tiqodi erkin nikohlanish yoki madaniyat urf odatlarininki yoki shu yetarlik xizmat qilish, ya'ni xizmat tepishda yetarlik bir bilim seviyaga oliy maktab kasblarni bitmagan bo'lsa-mu, ya'ni etnik kamsitishdan iborat mushu mazmunlarni aniq konkret bevosita o'zining kechirgan kechirmishlarini o'tirib qo'ygan vaqtida buningki qabul bo'lish nisbati biroz yuqori bo'ldi. Bizning qarindoshlarimiz Abay siz bilan deb o'tdik, abstrakt bayonlarni ko'p ishlatadi. O'zining bishiga kelgan konkret bir mazmunlarni ko'p demaydi hamda. Shuning asosan nima qilgan vaqtda davomlashtirsak so'zimizni. Bir inson Germaniya chegarasiga kirdi. Germaniya chegarasiga kirganda ba'zida masalan vizasiz yoki viza bilan kelganlar bor. Viz bilan kelganlar nihoyat oz uchraydi. Shu aerodromdalar mening vizam tursa nima deb aerodromdalar o'zim iltimos qilaman deb. Hamda viz yo'qlari, viz yo'q qarindoshlarimiz hamda majbur hamda aerodromda panohlik tilashga. Viz yo'qlari deganimiz tranzit bo'lib kelganlar demakchi-ku, tranzit bo'lib kelganlar. Chunki keyingi vaqtlarda nihoyat nurg'un qarindoshlarimiz biroz izlanib, bu yo'ldagi, bu jarayondagi bir qism uchurlarni egallab shu tranzit orqali kelayotganlar yamanjiq bo'lib shu islom davlatlaridan o'zining hayoti xatar ostida qolganlar bu shaklni qo'llanib kelayotganlar nojiq g'arb davlatlariga. Hamda agar aerodromda bo'lgan masalan aerodromda shu tranzit bilan kelib o'zini topshirgan bo'lsa, buningki jarayoni tuvandikidek bo'ldi. Birinchisi shu federal hukumatningki majlis Yevropadagi qaysi davlat bo'lsin federal hukumatning saqchisi bular bilan oldi bilan suhbat o'tkazdi. Albatta qarindoshlarimizning pasporti bilan keldi. Pasport bo'g'ini yaxshi. Buning bilan qo'shib yana kimligi bo'lish kerak. Qarindoshlarimiz shu federal saqchi bilan chegarada so'zlashgan vaqtida o'zining Xitoylar shu Pinyin bo'yicha yozgan ismni albatta shuni asos qilamiz deb turib oldi, chunki u xalqaro kimlikda yozilgan ism bo'lg'achqa, uningki Uyg'urning haqiqiy ismi bo'lmasligini bu g'arbliklar bilmaydi. Ammo uni ashunday yozgan vaqtida panohlik tiliguchi shu yerda yana askartib yengizib biladi ko'pincha qarindoshlarimiz, ashad askart yozish kerak. Mening ismim Ahmad, Aymayti emas. Men Xitoy pasportida Aymayti deb yozadi, ammo mening ismim amaliyotda Ahmad. Mushuni bir yozg'il qo'yinglar desa, unaydi uningga. Chunki bu demokratik davlatlik saqchilar undaq bir Xitoy saqchiga o'xshash zo'ravon, qo'pol unda emas. Har qanday talablarni o'ylashadi. Panohlik tilagandan keyin oldi bilan tizimlatadi. Bo'libmi chegarada panohlik tilaganlar, ya'ni iltimos qilganlarningki tizimlatish xizmati, andan keyin arxivlashtirish xizmati, panohlik xizmatidan iborat bu 3 jarayon bir qitimda ilib berilishi mumkin. Ko'pincha hollarda bir qitimda ilib berildi. Chunki bu g'arb davlatlarida hukumatning tasdiqidan o'tgan tarjimonlarning jiq bo'lmasligidan shu birli tarjimonni taklif qildi, shu bir kunning ichida shu rasmiyatning hammani bajarib yurdi. Bu ya'ni tizimli bo'lgandan keyin sizning arxivingizni turg'izdi, shu chegarda turib. Arxivingizni turg'izib bo'lgandan keyin, andan keyin siz nima deb keldingiz? Ya'ni bir insonning arxivi shu davlatda turg'izilgandan keyin, andan keyin sizning nima sababdan kelganligingiz to'g'risida savol so'raydi. Siz albatta men panohlik tilab keldim degandan keyin sizning shu arxivingiz bo'yicha, ya'ni o'xshash vaqtda yoki shu kunning o'zida siz uchun guvohlik suhbati, ya'ni bu inglizcha intervyu deydi. Xitoylar buni tinglinxuy deydi. Turkcha mahkama deb bizmi shu turkcha Yevropadagilar mahkama deb o'rganib ketdik. Biz bu uyg'urcha so'zni ishlatib baxmaganlikdan men nurg'un tilshunos mutaxassislarimizdan maslahat qilish orqali buni guvohlik berish suhbati desak muvofiq bo'larkan deb qaradim. Chunki siz bir davlatda panohlik tilagandan keyin shu sizningki kechirmishingiz, panohlik tilashdagi kechirmishingiz, tragediyangiz ustida guvohlik berasiz. Albatta bu yerda guvoh bo'lmaydi. Ham o'zingizning tragediyasini izhor qilasiz, ham o'zingizning shu tragediyasiga o'zingiz guvoh bo'lasiz.
Onun için ben bunu guvalık beriş söhbeti dep asak bulduk ya dep oyladım. Mujundaq desek benim doğru oldu. Bu yerda hem taxtçı yoki sotçu alayda sizni sual so'rab qilgandek naiti bir qo'pol mundaq emas. Naiti do'stona qachon keldingiz, nima sababdan keldingiz, qandaq shaklda keldingiz, qandaq qatnash vositalari bilan keldingiz, kemi bilanmi, quruqliq bilanmi, quruqliq bilan kelsangiz, poyezd bilanmi, kichik mashina bilanmi, cho'ng mashina bilanmi degandek naiti bir normal savol. Bu savollarga bizning qarindoshlarimiz yuqorida deb o'tib ketdik, biroz konkret, biroz tafsili javob bermay, abstrakt javob bergachga ba'zi ahvollarda surilib ketadi. Hamda bu savolni, masalan, bu guvohlik suhbatini elib boradigan qarindoshlarimiz birinchi biroz o'tariq material izlanish kerak bir davlatga berib panohlik tilashdan ilgari har holda abay yuqorida deb o'tdik, masalan qurultayninki yoki internetlarda shundoq uchurlarni tamoman topalaydi, biroz vaqt ajratib biroz hozirlik qilsa menimcha ishlar yaxshi bo'ladi. Hamda shu guvohlik berish suhbatiga mas'ul bo'lgan hukumat xodimlarininki ba'zilari mush guvohlik berish suhbatini ilib berish ham shuningdan xulosa chiqarib shu panohlik tilaguvchini qabul qilish qilmaslik salohiyatiga ega bo'ldi. Bunday sharoitda mahkamadan keyin 3 kun o'ylanadi bu nimaga asosan, ya'ni bu guvohlik suhbatining mazmuniga asosan bu panohlik tilaguvchininki bu guvohlik mazmuni shu davlatning panohlik tilaguvchilarini qabul qilishdagi qaysi paragraf, qaysi shartnoma, qaysi mazmunlarga uyg'un keladi deb butun shu faktlarni tep o'tirib, shu faktlarga asosan bu panohlik tilaguvchini, ya'ni bu shu bizning davlatninki mandaq paragrafga asosan qabul qildi deb ba'zida 20-30 betlik ispat yezib chiqadi. Buning uchun 3-4 hafta ketadi, chunki birlam odamligini qilmaydi. Ya'ni ba'zilar faqat shu guvohlik berish suhbatiga mas'ul, suhbat xotirasini yezishga mas'ul, ularningki qabul qilish, qabul qilmaslik salohiyati berilmagan. Ya'ni buni hukumatning yuqori darajali qonun organlari berdi bu salohiyatni. Har kimda bo'lishi notayin. Agar bundaq sharoitda guvohlik suhbati ilib berilib, bu protokol deymiz, bu xotirani shu xulosa chiqaradigan yoki bo'lmasa qaror chiqaradigan markazga beradi. Bu markazdagi bir qism mutaxassislar bu sud xotirasi, ya'ni guvohlik xotirasini ko'rib chiqib, o'zaro muzokara qilib, ya'ni bizning davlatimizningki ko'chmanlar yoki panohlik tilaguvchilarni qabul qilishdagi qaysi mazmun, qaysi paragraflarga uyg'un keldiki deb muzokara qilib o'tirib, ularmi shu davlatning mandaq paragraflari, mandaq qonuniy mazmuniga asosan qabul qildik deb ularni bir faktni ko'rsatish kerak. Qandaqdir voy seni qabul bo'ldi deblar mandaq mas'uliyatsiz javob beradigan ish bo'lmaydi g'arb davlatlarda. Buning uchun bir qism qarindoshlarimizninki uzrab ketish mumkin, bir qism qarindoshlarimizninki qisqa vaqtda chiqishi mumkin. Yana bir qistirib qo'yilgan mazmun bu g'arb davlatlarida ko'pincha alfabet, ya'ni ilifba ism familiyalar mana shu ilifba tartib bo'yicha bo'ladi ekan. Anda o'g'an ekan ba'zi ilifba tartiblari bo'yicha bu vaqtda bizning ismlarimiz arablarningki yoki Afrika, Shimol Afrikadagi musulmon millatlarniki o'xshash bo'lg'achqa shu qatorga kirib qolib qolsa bizga navbatdagichilik uzrab ketadigan ahvollarmi bo'ladi. Rahmat Anvar efendim. Az qarindoshlar yana bir eslatib qo'yay. Sizlar ko'rayotgan Dunyo qurultiyi to'rt televiziyasining naqbaydan programmasi va bugungi programmamizning asosiy mazmuni siyosiy panohlik tilash masalasi bo'layotdi va bu haqda bizningki Germaniya federal hukumatiningki ko'chmanlar va siyosiy panohlik tilash idorasida bu yerda ham maslahatchi ham tarjimon bo'lib ishlayotgan bu haqda tajribasi bor. Dünya Qurultiyi Tadqiqot Markazininki raisi Anvar Ahmad efendim bu haqda sizlarga siyosiy panohlik tilash masalasi haqida nihoyat sistemalik savod beryapti. Buni bir eslatib qo'yay. Anvar Ahmad efendim boydab o'tdingiz, nihoyat muhim bu haqiqatan. Endi bu siyosiy panohlik shu shaxsning o'ziga qaratilgan narsa endi bu. Bu herkes bir yerde özümüzden sotda, özümüzden hikayesini sözleyimizde, şu özümüzden kendi. Köp qarindoshlar yurtininki, vatanimizning, yurtimizning hikoyasini so'zlamaymiz.
Çünkü siyasi panalıkni bizning vatanimizga bermaydi, yurtimizga bermaydi, o'zimizga berdi. O'zimizning haqqi. Shuni siyasi panolik deymiz. Shunda unda bo'lgandan keyin bu yerda qarindoshlar hargiz o'zimizninki hikoyasini so'zlaydi. Bunga diqqat qilaylik. Zaten sotchimi so'raydi boya Anvar apandim deb o'tgandek siyasi panolik tilashdiki, maqsadim nima bu yerga kelib hayotim xatar ostida qoldi. Qanday xatar ostida qoldi? Buni isbotlashingiz kerak. Isbotlashingiz kerak. Andan keyin bu yerda Anvar Ahmad apandim bunday aytdim, muhim bir nuqtani boya samoqlab saqlab qo'ydi aziz qarindoshlar. Hozir masalan şu Avrupa ellerinde mayli Germaniya olsun siyasi panolik talebi qabul bo'lib, hatta garajdonlik vatandaşlığını algan qarindoshlarımızın pasportida ki ismda burunqi Xitoy ismlar var. Aymeyti, Maymeyti, Saymeyti, Yibalaying degandek ham ismlar var. Bunu bazı qarindoshlarimiz o'zgartaylik desa, necha ming euro advokat tutib, necha ming euro pul xarjlab bunu o'zgartish kerak. Ama endi buncha yo'llar japatat yurgandan, pul xarjlab yurgandan bo'ldirib turaversin deb, hozir shu ism bilan turayotgan qarindoshlarimiz bor. Bu Anvar Ahmad apandim degandek, siz tunji qitim saqchiga Germaniyada siyosiy panotlab o'zingiz sizning o'tgan vaqtingizda va yoki Germaniya bir yerde siyasi panoklash sotunuz bo'lgan vaqtida cho'qim bu eskartishni unutib qolmang, chunki nurg'un ovozlikdan qutulasiz bir yerda nima degan vaqtida mana pasportdagi ism to'g'ri Maymeyti, ammo asli ismim mening Muhammad yoki Mehmet. Xitoylar buni bunday yozgan. Shunga deb pasportdagi ismim asli ismim Mava, men shu ismimni qo'llanishni orzu qilaman deb bunu çokum deyişiniz gerek, bunu ciddiye alıdı, bunu itibar verdi. Çünkü ben başında aynı vaxtda 95 yıl siyasi panolik vaxtida Parhayat deyim, Mehmet deyim benim ismim. Ben Parat Muhammed benim ismim dedim. Onun ki yan bir diqqat qilishdik noktalar qarindoshlar hozirgacha hamda Şinjan degan gapdan hammamiz nafrat qilamiz, g'azablanamiz bu gapni anglasak, shu bizga reaksiya berdi bu gap. Çünkü bu vatanımızdaki mustamlika uçurganlığının bir belgesi, yani Xitaylar için bir simbol olan bu. Mustamlikçilikning bir simbollaşkan bir isim. Şuna yana bazı qarindoshlarımızın pasportu da hozirgacha qabul bo'lgan, hatto garajdan bo'lgan yurti degan yerda Şinjan deb yozilgan. Bu bir tradisiya. Çünkü qarindoshlarimiz dastlabda siyosiy panolik degan vaqtida yurti degan vaqtida bu yerda diqqat qilmaganligi, bunga sal qaraganligi. Shunga cho'qim yurtingiz bo'lsa, yurtingizning o'zi Qashqar yoki Yakan yoki Xotan yoki Urumchi yoki G'ulja. Mening yurtim Mava deb bir nimani ko'rsatishimiz kerak. Chunki Sharq Turkiston yurtim deyanmaysiz. Chunki u biz mustaqilligimizni asli keltirolmadik, shuning uchun kurash qilyapmiz aziz qarindoshlar. Unda bo'lgandan keyin bizningki rasmiy salohiyatimiz hozir davlatlarning Xitoy bilan diplomatik munosabatda bo'lgan davlatlardagi bizning rasmiy vatanimizning salohiyati Şinjan Uyg'ur Avtonom rayoni hamdi. Shunga kapallarda bunu yozdi. Shunga degan vaqtda bu yerda qarindoshlar bizni Sharq Turkiston bilan yurtim deb yozdirish imkoniyatimiz yo'q. Uni tasdiqlatish, qabul qilg'izish imkoniyatimiz yo'q. Shunga cho'qim yurtinglarni yozinglar. Bo'lmasa Şinjan degan gap izlab qoldi yurti degan ekan. Mening yurtim Şinjan emas, Xotan. Qashqar, Yakan va Yapalach o'zimizniki tug'ilgan yurtimizni buni yozaylik. Bunaqa diqqat qilish kerak. Endi Anvar apandim masalan ben shu so'zimni oxirgi bir turim qilsam. Xo'sh. Chunki Xitoy davlati hozirgichilik bir xalqaro sistemalarga ergishib, xalqaro axloq yoki bo'lmasa xalqaro sistemalarni qabul qilgan bir davlat emas ekan. Chunki mening tajribamga asoslangan vaqtida pasportda tug'ilgan yeri emas, pasportda albatta tug'ilgan yeri, ism familiyasi deydigan yerlar bo'ladi. Xitoy diplomatiya ministri yoki Xitoy qonun organlari tarqatgan pasport. Bunda Xitoylarnikini shu o'lkani yozadi ekan, shaharni yozmaydi ekan. Albatta bizninkini shu avtonom rayon Şinjan deb yozadi ekan, iliqi nimani yozmaydi ekan. Buni g'arb davlatlari, Yevropalar emas, butun g'arb davlatlari iliqi qabul qilinmayotgan xalqaro sistemaga to'g'ri kelmagan bir ish. Bir odam bir o'lka yoki bo'lmasa bir davlat tug'ilmaydi. U bir ma'lum bir konkret shaharda tug'iladi. Shunday. Masalan, siz Germaniyada yashayapsiz, hech kim Bayonda yoki Baden-Württemberg tug'ilmaydi, konkret bir shahar bo'lish kerak. Shunday. Masalan, bizning qarindoshlarimiz Şinjan tug'ilmaydi, u Şinjan degan bir davlat yoki bo'lmasa g'oyat zo'r bir zamin. O zaminniki Qashqar, G'ulja, Xotan, Urumchi bunday yerlarda tug'ildi. Shunday. Biz dastlabda tug'ilgan yerimizni
Ürümçi deb ağzıp, mesela bizim pasportumuzda mesela tug'ilgan yerimiz Ürümçi. Ama bizning nurg'un qarindoshlarimiz ashunda bu qarmoqqa nozik masala, ama nozik masala bo'lgan bilan intayin muhim masala ekan bu. O'zimizning kimligi. Buningdan boshqa yana bir qistirib qo'ydig'im bizning qarindoshlarimiz shu chegirga kirib panolik tilashdan boshlab abay deb o'tib ketdim. 3 qadamlik xizmat bir kunda ilib berilishi mumkin. Uningda nurg'un materiallar qo'l qo'ydi. Masalan, tizimlatgan shaxsiy uchurlar to'g'rimi? Sizni biz Germaniyaning yoki Fransiyaning qonuniga asosan chegirdan kirgizib, mundaq o'rlashtirib deb keyingi shu materiallarda tizimlatishning o'zida bir 6 varaq qog'ozga imzo qo'ydi. Arxiv turg'izish rasmiyati uchun bir 12 varaq qog'ozga imzo qo'ydi. Ya'ni bu 12 varaq o'xshamaydigan materiallar. Andan keyin guvohlik suhbati xotirasiga 4 mazmunda 4 yag imzo qo'ydi. Bir qism qarindoshlar men Minkoxan deb hattoki Xitoycha imzo qo'ysa, guvohlikqa mas'ul bo'lgan qonun xodimlari "Voy sen Uyg'urmi yoki" deb so'raydigan ahvollar bo'ldi ekan. Bu nihoyatda bir xil ijinish ahvolamdi. Xitoycha imzo qo'ydi ekanda. Buningmi bir o'ylash chiqish kerak. Chunki siz bir demokratik davlatda yashayapsiz, qanday imzo qo'yish, siz o'zingizning erkinligidagi ish. Ammo bu jihatda qarindoshlarimizning biroz o'ylashib beqishini men tavsiya qilaman. Rahmat, haqiqatan sizning bu deganingiz nihoyatda muhim bir masala. Ko'p hollarda qarindoshlarimiz bunga diqqat qilmaydi. Hozir masalan Xitoycha gap chiqib qoldi. Endi sizdan shuni so'ramoqchi endi. Siz bilasiz, endi ko'p hollarda sizning pasportingizga qaraydi dastlabda. Sizning kimligingizga qarab, andan keyin tarjimon chaqirdi. Unda qarasa pasportingiz qarasa Xitoy deb yozilgan. Undan keyin bu Xitoydan kelgan odam ekan deb Xitoycha tarjimon chaqirdi. Ko'p hollarda Xitoy tarjima qildi. Tunji qilib ya saqchida tutilib qoldingiz, ya aydirumda iltijo qildingiz va ya siyosatdan atildingiz. Ko'p hollarda ba'zi qarindoshlarimiz men Xitoycha bilaman deb biroz o'ziga tamanno qo'yib, darhol shu Xitoycha tarjimonning nimasini qabul qilgan so'timga Xitoycha tarjimon qilib o'zim Xitoycha berolmayman deydigan bir ahvollar bor endi. Sizce bu cihetten mesela bu Uygur tercümanlarının bir tercümanlık kılığını yakışımı bir yerde bu vaktin bir tavsiyeniz var mı sizin siyasi panaltılı güçler? Tercüman meselesi ki yoktu. Nəhayət bir nazik sualını sordunuz, Parat efendim. Bu nöqtəyə köpçülüknin diqqət qilgani yaxşı. Məsələn, bizning qarindoshlarimiz abay degandek Xitoycha imzo qo'ydi. Albatta bu g'arb davlatlari imzo masalasida, ya'ni imzoga nihoyat ahamiyat berib naytı diqqat bilan muomala qiladi buningga. Hamda siz Xitoycha imzo qo'ygandan keyin bular bu Uyg'urlar zulm chekyapti, bir demokratik davlatga keldi, bu Xitoycha imzo qo'yapti deb bularni bir savolning ichiga so'rab kiramiz ekan. Hamda tarjimon masalasiga kelsak, albatta siz qaysi tilni eng mukammal bilsangiz, shu tilda berganingiz yaxshi. Agar siz Uyg'urchani yaxshi bilmaydim, Xitoychani qilmayman desangiz, chunki bu Xitoylar o'zlarining millatchiligini hech bir vaqt tashlamagan ekan. Bu mesele bizim beşimizden, mesela şahsen benim beşimden köp öttü. Ben dastlab kelgan vaqtimda biz jurnalistlik, yani muxbirlik kinishkamni topshirgandim. Muxbirlik kinishkam, yani Xitoy territoriyasida, siz mi bilasiz, muxbir bo'lgan. Xitoycha Uyg'urcha yozilib, butun Xitoy territoriyasida, yani inovatlik bir alayda bir hem salohiyat kinishkisi, hem xizmat kinishkiniz hisoblanadi hamda. Bir tutash butun mamlakat bo'yicha o vaqtida. Men o kinishkini bilsam, sen jurnalist bo'lgandan keyin albatta Xitoycha mukammal dedi. Shunday qilsam, biz Uyg'ur topamidik, Xitoydan keldi. Shu Xitoy menga tarjimon bo'lgan vaqtida meningki kasbim, diniy e'tiqodim, oila qurganligim, farzandlarimning borligi, nerede tug'ilib, nerede cho'ng bo'lganligim, Germaniyaga qanday kelganligimni men butunlay degan. Desem o vaqtida o Xitoyninki qanday tarjima qilganligini men bilmadim. Keyin ishlarimiz hal bo'lib, men shu Xitoyning tarjimonligi bilan meni turmaga kirib ketdi. Chunki o Xitoy butunlay xato tarjima qildi-da uni. Mening quloqda hozirmi o paketim bor. To'g'ri, bir xabarim bor. Deydigan yerga men bilmayman debdi. Hatto sizni shu Berlinga majburiy saqchilar Berlindagi Xitoy elchixonasiga apaga vaqa bo'ldi deb bu sababdan. Albatta, bu jarayonlarni yaxshi bilsiz. Shu Bondiki Berlindagi nimaga meni Pokistonlik deb gumon qilib, hatto Xitoy elchixonasiga olib guvohlik tutgandan keyin Xitoy elchixonadagi
diplomat Xitaylar meningki naytı Uyg'urchini, Xitoychini mukammal yaxshi bildiganligim, naytı bir saviyalik adam ekanligim, ammo naytı jahil bu Xitoy konsulxon elchixon xodimlariga naytı qo'pol muomala qilganligimni shu isbotlab, anandan keyin meningki, ya'ni Sharq Turkiston, ya'ni Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonidan kelgan bir Uyg'ur ekanligimga shu Xitoylar isbot bo'lib berganda, eng oxirgi hisobda. Demak, u Xitoy bizning beshimizdan o'tdi. Keyingi vaqtlarda o'zininki masalan Xitoy tilida o'qigan qarindoshlarimiz dedi, sotda shu normal Xitoycha so'zlab guvohlik suhbatini bergan, ammo uning qabul bo'lish natijasi hamda men hukumatning xizmatchisi bo'lish suhbatim bilan bu ijtimoiy taraflarda bunday so'zlasam toz yaxshi bo'lmaydi. Ammo bunga diqqat qilish kerak. Chunki abay deganimizdek bu Xitoylar dunyoning har qanday yeriga borsa o'zining millatchiligi, Uyg'urligi bo'lgan o'chmanligi, chunki bu Xitoylar hammasi biladi. Uyg'urlarningki g'arb davlatlarida butunlay qabul bo'ladiganiga. Xitoylar 100 minglab keladi, ammo har bir G'arbiy Yevropadagi davlatlar yilda ularni qabul qilish nisbati 100 mingda 0 qancha %? 1%ga bormaydi. Shunday. Bu Xitoy tercüman meselesi çıkıp kaldı. Enver Efendim'in sergüzeştelerini anladık. Hakikaten ben bu şahsen üzem Xitoy tercümanının zihniyet atkan adam. Tas kaldı benim birinci sotum rətup ketken. Çünkü ben siz degende Enver Efendim, ben bu aynı vakti atalmış Şinjanlıq radyo stansiyasındaki muhbirdim. Benim kullandığım memleket bu içi bir tutaş işletildiği muhbirlik kinçikisi vardı. Onun dikin bu atalmış Şinjan Üniversitesi'nde bitiren diplom vardı. Onun dikin bu narsalarning hammini men sotchiga topshirgan, sotchi girmandi. Bu sotchi bu narsalarningki mening topshirgan kinishkalarimning rost yolg'onligini no'tar qilish uchun bir Xitoy tarjimon ham no'targa buni havola qilib beribdi. Bergandan keyin Xitoy tarjimon nima deb doklaz qilibdi, no'tar qilib sotga beribdi-da. Buning muxbirman degan yolg'on, buning kinishkalari hammasi yolg'on, o'zi yozib olgan kinishka, vizo debdi, o'zi yozib olgan kinishka. Jungoda bunday kinishka yo'q. Bu o'zi yozib olgan kinishka debdi. Da amaliyotda hammasi rost hamda universitetni bitigan diplomdan hammani yolg'on debdi. O'zi yozib olgan. Bunda narsa yo'q Jungoda. Demak, endi xuddi o'z demokratik davlat yashayotibmi? Xuddi o'dak suv yo'qmagandek, hozirgacha mustabid kommunist Xitoy hokimiyatining cho'ng Xitoychilik ideyasining ta'siri ostida yashayotgan bo'libmi Xitoyning zimin butunligi masalasida kommunist Xitoyga o'xshash qarashda hamda. O Sharq Turkistonniki milliy mustaqillik harakatidan nafrat qilgan qanday chet elda yashayotgan Xitoylar. Mayli deb, men degan demokratik Xitoylar bo'lsin. Qaysi bir demokratik Xitoy hozir oshkor qo'llab baqdi. Hammasi bu Sharq Turkistondagi atalg'udinmi, shu jindan qo'rqqanda qo'rqidi, qochidi. Hech qaysi og'izga elishni ne xohlamaydi. Men demokrat da'vogan xilli dangliq demokrat Xitoy demokratik tashkilotlarining nimalarmi? Mustaqillik harakatimiz bo'lsa, buni hech bir zaman bular ishidan hech bir zaman qo'llag'ini yo'q hozirgacha. Mayli biz bilan namoyishlarda birga bo'layotgan demokratik Xitoylar bo'lsin. Bunday bir sharoitning o'zida aziz qarindoshlar, Xitoylarda yana bu Xitoyningki mustabid kommunist Xitoy hokimiyatiningki bu Sharq Turkistonchilar, Uyg'ur terrorist, bu dushman millat, buningki maqsadi vatanimizni parchalash, vatanimizni bo'lish, bularning hammasi terrorist. Bu degan bir dushman kuch, ishg'ol kuch, mudofaa ko'rishga tegishli millat deydigan bu propagandasi cho'ng bu yerda Xitoychilik, shovinistik propagandasi chet elda yashayotgan nurg'un Yevropalarda yashayotgan Xitoylarning kallasiga ta'sir qilgan va shu Xitoyningki shu sapsatchininki ta'siri yashaydi. Shunga men degan Xitoy tarjimonlarni men Uyg'urlarga bir siyosiy panohlik tilab kelgan bir Uyg'urga chaqirib, uningga bir meri shafqat ko'rsatib ketishini men shaxsan men o'zim ishonmayman, chunki 25 yillik bu chet el hayotimda nurg'un Xitoy demokratlarini ko'rdim. Mana men deganlarim bir ikkisini hisobga olganda hammasining asosiyatini o'xshash. Shunga aziz qarindoshlar, bu yerda tarjimon masalasi kelgan vaqtida bana Germaniyadan bizningki bir qancha tarjimonimiz bor. Uyg'ur Germaniya hukumat tarafidan rasmiy ma'qullangan, tasdiqlangan tarjimonlar hamda Türkçe yeminli tercüman deydi, qonunli tercümanlar, rasmiy tercümanlar hukumatning. Enver Efendim şu tercümanlarning biri. Shundaqla bütün Yevropada Uyg'urlar yashayotgan davlatlarninki hammasida Uyg'ur tercümanlar var maxsus.
qonunluq hukumatninki siyosiy panalik tilash sotlarga tarjimonlik qilayotgan va salohiyati bor. Nimalar bor? Shunga bu yerda bir tarjimon dastlabki Xitoyni olib kelgan vaqtida bu yerda men Uyg'ur men Xitoycha o'zimning nimasini ifodalashni xohlamayman yoki ishonmayman u chiqildinglar men Xitoy tarjimoniga ishonmayman psixik jihatdan men Xitoyni ko'rsam mening diqqatim chechilib ketishi mumkin. Shunga men Uyg'ur tarjimon lozim deb qattiq turilishinglar kerak. Qattiq tursanglar cho'qim Uyg'ur tarjimonni qaysi shahardan bo'lsa, qaysi davlatdan bo'lsa, qonunliq tarjimon asli. Hatto mishaydan bizning qarindoshlarimiz Anvar bo'lsin, boshqalar bo'lsin, boshqa davlatlarga ko'ra tarjimonlik kelyapti hozirgacha. Masalan, Avstriyaga yaqin qo'shni davlatlarga tarjimon yo'q davlatlarga berib. Shunga bu masaladami diqqat qilish kerak ekan deb o'yladim. Anvar Ahmad apandim bu siyosiy panalik tilab sotingiz tugidi, bayna tartibini yaxshi dedingiz. Siyosiy panalik tilash tartiblari sotlaringiz hammasi tugagandan keyin bu yerda nimalarga diqqat qilish kerak? Shu javobingiz kelgacha oraliqda nimalarga diqqat qilishingiz kerak? Chunki diqqat qilmay buningga foydalanyotgan ba'zi qarindoshlarimiz va ba'zi strategiyalar yuz berdi. Bu nimaga diqqat qilish kerak? Siyosiy panalik tilashdan boshlangandan tortib toki qo'liga rasmiy bir siyosiy panalik tilash talabining qabul bo'lganligiga doir rasmiy hukumatninki bir javobi kelgacha bo'lgan oraliqda bu siyosiy panalik tilagan qarindoshlarimiz nimalarga diqqat qilish kerak? Abay, nayt bir yaxshi bayonni izhor qildingiz. Bu savolingizga javob berishdan burun ashunga bir men qo'shimcha qilsam. Bo'ldi. Siz Yevropadagi har qanday bir davlatga kelsangiz, pasportingiz qarab Xitoydan kelish mumkin, ammo shu Xitoylarning hammasi davlatning tekshirishidan o'tgan, davlatningki, ya'ni tarjimonlik qilish salohiyati bor Xitoylar hamda. Hamda siz uningga qo'pol muomala qilsangiz toza bo'lmaydi. Chunki shu hukumat, ya'ni sizning beshingizga kunchibdi. Siz uchun aloqalashadiganga, ya'ni fikr almashtiradiganga bu tarjimonni akeldi desa, siz nayt muloyimlik bilan, nayt bir xushxo'ylik bilan men Xitoycha bilmayman, yoki bo'lmasa bu Xitoyni ko'rsam, mandaq qo'rqidi ekanman, yoki bo'lmasa chiqib bir sababni ko'rsatib, qo'pollik qilma. Xitoyni ko'riblar, yana Xitoyni kelibda qapoqlaringizni ko'rib, Xitoyni Xitoycha tillab ashada mandaq qilsangiz, meningcha Yevropaliklarningki axloq sistemasiga toza to'g'ri tushmaydi ekan. Ilmiy bo'lish kerak. Ilmiy bo'lish kerak. Hamda yana bir qo'shimcha qildig'inim, abay shu Xitoy tarjimonlar to'g'risida so'zlashyapmiz. Bizningki shu Germaniyada bir qism qarindoshlarimiz dastlab kelgan vaqtida Uyg'urcha abay deyishki Parat apandim bilan deyishgandek Uyg'urcha ism familiyamiz bilan tug'ilganimizni qabul oldik. Ammo keyin xizmat qilish, bu yerda bu davlatning tilini o'rganish qatorliq jihatlarda bizning vatanda oliy maktab bitirgan Parat apandim shundoq. Bu diplomlarimizni bu davlatlarda qonuniy kuchga ega qilish uchun bizningki qonuniy jihatda yeziq shaklida tarjimonlik qilsa bo'ladi deb tamg'isi va Uyg'ur tarjimonlarimiz yo'q deyman Parat apandim menimcha. Shunday. Uning uchun bu jihatda yana shu tamg'isi bor Xitoylarga tayanishga to'g'ri keldi. Bu deganlik cho'qim yana Xitoydan ayrılmaymiz degan ma'noni bildirmaydi. Masalan, keyingi vaqtlarda bu masalaga jiq duch keldik. O'sha Karsuvda Tayvanlik bir Xitoy bor. Bu Xitoy bilan men jiq so'zlash orqali, masalan, bizning universitetda o'qigan diplomlarimizni u yerda butunlay Xitoycha yozilgan ism familiyamiz, anaqaniki maktab mudirlarininki imzolari, tamg'ilari butunlay Xitoycha yozilgan. Ben bu Xitoyga deb yurib, sen Tayvanlik bir demokratchi, ya'ni bir demokratiyani ilgi surayotgan qo'shindagi bir davlatning a'zosi. Biz ashunga yetish uchun kurash qilayotgan bir ezilayotgan millat. Sen bir insoniy axloq nuqtasidan, masalan, bu ismlarni aymaydi deganda sen Ahmadda bu Xitoyning atilishi, ya'ni Xitoyningki Pinyin atalg'usidan shunday yozildi, ammo Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonidagi Uyg'urlarni Xitoylar atash uchun bunday qilgan bilan bularning asli ismi mandaq bo'ladi deb uningga alayda izohat qilib yozib bersan, buni hukumat e'tirof qilmaydi, chunki sening tamg'on bo'lgandan keyin ashunday yozib bergan deb o'tirib, keyingi 17 yilda Germaniyaga panohlik tilagan qarindoshlarimiz davlat ichida, ya'ni vatanda turli oliy maktab, turli kasblarni o'qigan ashlarning diplomlarini anarkan, ya'ni Germaniyada qonunlashtirish uchun shu Xitoyga beryapmiz. U Xitoy ashunday izohat qilib tarjim qilib beryapti, uning tamg'isini davlat e'tirof qilganlikdan shu bo'yicha o'zgarib manyapti. Buni bir xabar deb qilinglar demoqchi, ya'ni
Germaniyada emas, boshqa davlatlarda agar shunday qiyinchilikqa yo'liqib qolgan sharoitda buni obdan bir so'qaqqonlik bilan bir astoydil muomala qilib hal qilsak keyingi xizmat nimalarimizda yaxshi bo'ladi deb qarayman. To'g'ri Anvar apandim, hurmatli aziz qarindoshlar, hozir sizlarning ko'rayotganinglar Dunyo Uyg'ur qurultiyi tomonidan tasdiqlangan to'rt televiziyasining Naq maydon programmasi va bugungi bu programmamizda maxsus siyosiy panohlik tilash masalasiga, ya'ni Uyg'ur musofirlar masalasiga o'tdik. G'arb dunyosiga kelib siyosiy panohlik tilashda diqqat qilish tegishli nuqtalar, siyosiy panohlik degan nima, buning bosqichlari, sotninki nimalari, ko'p mazmunlarda biz bu jihatda mutaxassislashgan va hozirmi shu Germaniya federal idorasininki chet elliklar va siyosiy panohlik tilash organida maslahatchi va tarjimon bo'lib ishlayotgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi tadqiqot markazininki raisi Anvar Ahmad apandim bilan bu vaqtda suhbat qilyapmiz. Aziz qarindoshlar, endi hozir programmaning beshligini deb o'tdim, endi bu musofirlar masalasi bizning qanday yorimiz, biz shuni aytib muhim. Keyingi hozir endi bizningki rasmiy avvalgi qatimlik programmamizda bizning muhojirlar komisiyasiningki mudiri Mehmet To'xta apandim deb o'tdi. G'arb dunyosida kelib siyosiy panohlik tilgan Uyg'urlarningki rasmiy soni haqida qo'limizda rasmiy bir sonliq ma'lumot yo'q. Bu haqda Dunyo Uyg'ur qurultiyi muhojirlar komiteti bu haqda izlanyapti. Ammo bizning tasavvurimiz hozir G'arb dunyosida, ya'ni Kanada, Amerika, Avstraliya, Yaponiya ve Avrupa Birliği a'zo davlatlarga kelib siyosiy panohlik tilab va o'qishga kelib va yoki ko'chman bo'lib kelib yashayotgan Uyg'urlarning umumiy soni, bularning hammasi keyingi 25 yil jarayonida kelgan Uyg'urlar, 20 yil, 25 yil jarayonida kelgan Uyg'urlar. Umumiy sonni biz hozir 30 mingdan 40 minggacha deyapmiz endi. Avrupa Birliği a'zo davlatlarda yashayotgan Uyg'urlarning sonini biz hozir shu 15 ming atrofida shuni tasavvur qilyapmiz va bu Avrupa Birliği a'zo davlatlardagi kelgan qarindoshlarimiz hammasi degidek shu asosan 90-yillarning boshlaridan boshlab kelishga başlagan. Allah'a şükür hazır hem de Avrupa Birliği a'zo davlatlarning ichida Uyg'ur siyosiy panohlik tilaguvchilarininki panohlikninki qabul bo'lish nisbati boshqa millatlarniki qaraganda favqulodda yuqori. Bu siyosiy panohlik tilash jarayonidan boya Anvar Ahmad apandim deb ketdi. Ba'zi nuqtalarga diqqat qilishimiz kerak. İsim masalasiga, yurtimizning to'g'ri yozilishi, ismimizning to'g'ri yozilishi va o'zimizningki sotqa tayyorliklarimiz puxta ishonchlik bo'lishi kerak aziz qarindoshlar va o'zimiz turayotgan qaysi davlatga kelib siyosiy panohlik degan bo'lsa, shu davlatning qonun tuzumligiga hurmat qilishimiz kerak. Biz Uyg'ur millati pokiz, radlik bir millat, bu yerda albatta yurish turishimiz alayda diqqat qilishimiz to'g'ri keldi va siyosiy panohlik tilagan soatdan, minutdan boshlab siz har zaman masalan siz siyosiy panohlik tilash lagerlari deb qo'ydi. Endi bu endi xohlagancha kirib chiqa olasiz. Siz turadigan vaqtli turadigan javobingiz chiqishi turadigan bir yer. Shunga sizga keladigan xatchaklarga diqqat qilishingiz kerak. Ko'p hollarda sizga keladigan xatchakda shu nimada siz turayotgan yerda sizga o'qitirdi, ya'ni hukumat organlari va yoki daskaga chiqarib qo'ydi. Buni diqqat qilishingiz kerak. Qulonliga bir xat kelgan hamon darhol bu xatni germancha biz anglab bilmasanglar, germancha biladigan Uyg'ur qarindoshlarimizga har bir davlatda Uyg'ur tarjimonlar va tashkilotlar va yoki siyosiy faoliyatchilar va bular darhol buni ko'rsatishingiz kerak. Darhol kechiktirmay shu daqiqaning o'zida ma'munda bir xat keldi. Bu xatni nima debdi deb buning mazmunini o'qib, aningga qanday javob berishim kerak deb buni informatsion nimasini so'rashingiz kerak aziz qarindoshlar. Hozirgacha Germaniyadan hozirgacha shu 25 yil mobaynida 2 Uyg'ur qaytarib etildi. Bizning ko'nglimizning aytib yeri qon yig'ildik shu vaqtda. Ammo ikkili qarindishimiz asosan savanlik o'zidan ketgan. Chunki ikkili qarindishimiz kelgan xatga masalan birinchi so'tingizda rad bo'lsa, sen 2 haftagacha balkim Anvar apanning birozdan izoh berdi bu vaqtda ikkinchi so'tingizcha 2 hafta vaqt berdim. Cho'qim siz birinchi so'tda siyosiy panohlik talabangiz rad bo'lgan javob kelgan bo'lsa, darhol siz advokat orqali ikkinchi o'rindagi so'tga javob qilishingiz kerak, arz qilishingiz kerak. Mushi jihatdan qarindoshlarimiz, bayman ta'kidlab o'tgan ikki qarindishimiz bunga diqqat qilmagan, xatga vaqtida javob bermagan, kelgan xatni yechib tashlab o'tgan, parvosiz qaragan, uningdan keyin
o'zininki adresini aniq bildirmagan. Masalan, sizning hukumatning tizimligida sizni siyosiy panohlik qilgandan keyin bir yerga o'rlashtirdi. Misha tursan deb. İşiniz hal bo'lguncha oraliqda siz mustaqil yashab, ish tepib, uy tepib, chiqatkicha oraliqda shu yerda turishingiz kerak, sizning adresingiz endi bu. Bizning o ikki qarindoshimiz bunga diqqat qilmagan, turayotgan o'zininki lagerninki adresi u yer. Ammo o'zi boshqa yerda tutib qo'ygan, boshqa yerda yurgan, kelgan xat kelmay parvo qilmagan, hukumat ularni izlab, saqchilar izlab kelsa, u odam yo'q adresida izlab topolmagan. Bu shunday ahvollar bo'lgan. Qarindoshlar, bu yerda biz reallikni so'zlashimiz kerak. Bu qarindoshlarimiz qaytilgandan keyin ko'p g'ulg'ula bo'ldi, Germaniya tashkilotlarini ayblаш bo'ldi. U oldi. Shundaqda yana Germaniya hukumatı ularga ega chiqib, Germaniya qonun organlarining ichki ishlar ministrligining bu qilmishga qarta Germaniya parlamentida bo'lsin, ig'ir darajada norozilik bildirdi. Shuning uchun Germaniya ichki ishlar ministrligi bu siyosiy panohlik tilab kelgan hech qanday bir uyg'un, hech qanday bir sharoitda qaytarib o'tmaydiganligi haqida qarar chiqadi. Ammo endi diqqat qilishimiz kerak aziz qarindoshlar. Birinchi so'timizda gapni joyida deyolmay rad olib ketsak, bu bir so'zilib ketadi. Bir hatto oylab, yillab ikkinchi so'timiz bo'yicha so'zilib ketadi. U vaqtda bizningki ishlashimiz bo'lmaydi. İşlep mustaqil yashashimiz bo'lmaydi. Qo'limizda pasportimiz bo'lgandan keyin erkin sayohat qilish nimamiz bo'lsa, haqqimiz bo'lmaydi bu yerda. Bunga diqqat qilishingiz kerak. Anvar apandim, buningga sizniki qo'shimcha qiladigan Hazır Germaniyaga panohlik tilab kelayotganlar asosan tuvandagi buni biroz xalqimizga konkretroq uchur berish nuqtasidan takrorlashga to'g'ri kelyotdi. Shunday. Germaniyaga ko'pincha hollarda tuvandagi sabablarni ko'rsatib panohlik tilab kelyotdi. Ichki tashqi urush sababdan panohlanish, tabiiy ofat buzg'unchiligidan qochib panohlik tilash, fikr, axborot erkinlik sababidan qochib panohlik tilash, siyosiy erkinlik sababidan qochib panohlik tilash, diniy erkinlik sababli qochib panohlik tilash, nikoh erkinlik sababli qochib panohlik tilash, normal ma'rif tarbiyasi ololmaslik sababidan qochib panohlik tilash, normal davolanolmaslik sababli qochib panohlanish. Buni bizning men hozirgacha bu sebeplerini ko'rsatganlarni yoki bo'lmasa normal ma'rif tarbiyasini ololmaslik sababini ko'rsatgan yoki bo'lmasa nikoh erkinlik sababini ko'rsatib panohlik tilganlarni anglab boqmadim. Dunyoning har qaysi joylarida bo'lsin. O'tgan yildan boshlab hozir buning 1,5 yil bo'ldi. Ya'ni yashayotgan o'rnining muhit buzilish sababli qochib panohlanishni Bunu hazır g'arb davlatlari panohlanuvchilarni qabul qilishdagi bir sabab qilib to'niyotdi bunday vaqtida. Bu meningcha intayin muhim. Abay biz aerodromdagi panohlik tilash ahvoli to'g'risida tushuncha berdik. Hamda siz normal aerodromdan kirib bo'lgandan keyin normal German zaminidagi panohlik tilash pasportiga kelsak, bu asosan shu 3 qatim elib berildi asosan. Birinchi qatim tizimlash biz yuqorida deb o'tgandak, sizning shaxsiy uchurlaringizni tizimlaydi. Ikkinchi qatimda sizga yana turayotgan o'rningizda, masalan siz panohlik tilgandan keyin panohlik tilaydigan o'rinda tursiz, u yerda tizimlaydi. U yerda bir qisqa mezgil turgandan keyin arxivingizne hafta yoki 2 hafta ichida sizning arxivingizni turg'izib chiqirdi. Arxivingiz turg'izilib chiqib bo'lgandan keyin sizni Germaniya va Germaniyani o'z ichiga olgan Yevropa ittifoqi davlatlarga a'zo davlatlarda sizning arxivingiz butunlay chiqadi degan gap. Sizning shu kimlik nomeringizni bassa, o'sha Yevropa ittifoqi a'zo davlatdan butunlay sizning shaxsiy uchuringiz chiqadi. Aniqdan keyin sizga shu guvohlik suhbati, ya'ni biz odatlangan sotni o'rinlashtirdi. Sot jarayonini abay tushuntirib bo'ldik. Hamda bu sotda siz ko'rsatgan sababni buni yana bir takrorlashga to'g'ri keldi. Bevosita o'zingizningki beshidan kechirgan ahvollardan, masalan, iqtisodiy manbaingiz shu davlatga panohlik tilash kichik bo'lgan barliq jarayondagi iqtisodni, chunki bizning Uyg'urlar nayt tirishchan millat o'zining iqtisodiga tayinib hozirgacha nurg'un egiliklarni yaratgan bo'lsa-mu, Xitoylarningki iqtisodiy jihatda buzg'unchilik, zo'ravonlik qilishi, iqtisodiy jihatda vayron qilish siyosatininki ziyonkashlikka uchrab ketib kelayotgan qarindoshlarimiz bor, ammo bularni konkret
tafsilli tushuntirolmaslik sababdan sotninki javobi so'rilib ketadigan ishlar bo'lyapti. Yana birisiga hozir Xitoy hukumati qo'shmoq tuqqan bo'lish yoki bo'lmasa xohlagan bir Xitoy grajdani Xitoy territoriyasidagi bo'libmi bizning vatanimizda xohlagan bir Uyg'ur qizga nikohlanaman deb majburiy nikohlanish ahvoli mavjud. Bu bunday vaqtida xalqaro siyosatlarning xalqaro qonunlarning mazmuniga selishtirsak buni bu uchuq jinsiy zo'ravonlik yotadi bu. Ammo bizning xalqimiz beshidan shunday ahvollar ko'zga beshidan o'tgan bo'lsa-mu, ammo buni deydiganga xijil bo'lamdi yoki qaysi sababdandir bunday sabablarni ko'rsatganlar yo'q. Yana birisiga 2000-yildan boshlab bizningki shu normal ma'rif tarbiyasidan bahramand bo'lolmaslik ahvolimiz nihoyat og'ir. Chunki 2000-yildan boshlab yaslidan tortib Xitoy tilini majburlayotdi. Shunda. Masalan, ota-ona tam bolalarini ilib har qanday bir demokratik davlatda panolanish salohiyatiga ega bo'ladi. Hatto bir qism islom davlatlarida yashayotgan bo'lsa-mu, ularning kelajagiga xatarlik ahvolda tursa-mu, shuni sabab qilib g'arb davlatlariga berib bir panolanish to'g'risida hech qanday bir tushunchaga ega bo'lmag'achqa men bu nuqtalarni askartib qo'yishni muvofiq ko'rdim. Kechirasiz, Farhod afandim. Rahmat. Bu nihoyat yaxshi bir izohat bo'ldi, chunki siyosiy planlash masalasi nihoyat muhim. Avval qatim biz Dunyo huquqiy muhojirlar komitetining mudir Mehmet To'xta apandi bilan bu vaqt suhbat o'tkazgan va qarindoshlarimiz bu vaqt nihoyat ko'p savollarni so'ragani uchun siyosiy planlash masalasida bu yerda yana ularga tafsiliy bir leksiya berish maqsadida Anvar Ahmad apandim sizni bu yerda qilib turyapmiz. Hamda bu yerda bir qarindoshimiz so'rabdi. Mesela bayisler transit, mesela mayli Germaniya olsun, Avrupa Birliği a'zo bir davlatga transit yo'li bilan, transit yo'li bilan kelganlar haqida ko'proq to'xtaldinglar. Rasmiy viza bilan bog'lanlar haqida to'xtalmadinglar. Bu rasmiy viza bilan bog'lanlar haqida bir izoh bergan bo'lsanglar deyman. Balkim mening o'ylarim rasmiy viza bilan bog'lanlarning siyosiy qanoatlash haqqining bor yo'qligi va yoki bu vaqtdagi izoh bo'lsa kerak deb o'yladim. Yani Dublin kanuniga asoslangan vaqtida siz ma'lum davlatningki, ya'ni Yevropa ittifoqiga a'zo har qanday bir davlatning vizasini e'lon u to'g'risidagi tushunchani berib bo'ldik. Albatta, shu viza olgan davlatingizda sizga viza bergan davlatda panohlik tilash salohiyatiga ega. Agar siz bu jihatda hech qanday tushunchaga ega bo'lmagan sharoitda siz shunday desangiz bo'ladiki, men ma'lum bir davlatda yashagan Avrupa'daki yani Fransa'dayla, Avustriya'dayla ya Germaniya'dayla Avrupa ittifoqiga a'zo ma'lum davlat keldim. Kep bu yoqqa qarab insonlarningki insondek yashaydiganligi. Yani biz yani o'zimiz turayotgan davlatda mundaq sababdan biz bexatar yashamayapmiz. Yoki bo'lmasa siz Xitoydan boshqa bir davlatning grajdani bo'lgan bo'ling deyli. Masalan, Qozog'istonningki grajdani bo'ling, yoki bo'lmasa Qirg'izistonningki yoki Turkiyaning grajdani bo'ling. Sizning bir davlatning grajdani bo'lib, anonlikdan Yevropa ittifoqiga a'zo har qanday bir davlatga viza ilib, u davlatda panohlik tilamasligingizga sabab bo'lmaydi. Chunki siz har qanday bir davlatga grajdan bo'ling, sizning tug'ilgan yeri degan yerda yoki Xitoyda China deb yozilgan bo'ladi, yoki bo'lmasa Urumchi, Qashqar, Xotan, G'ulji deb yozilgan bo'ladi. Bir qism davlatlar tug'ilgan yeringizni aniq yozgan, bir qism davlatlar sizning tug'ilgan yeringizga Xitoy, ya'ni China deb yozilgan. Demak, siz shu davlatning grajdani bo'lsangizmi, shu davlatda hayotingiz xavf uchirgan sharoitda, har qanday sharoitda shu davlatning grajdanlik pasporti bilan demokratiyalik bir g'arbdagi davlatlarga kelib panohlik tilash salohiyatiga ega siz. Ammo shu sababini to'g'ri ko'rsatishingiz kerak. Masalan deyli, Qozog'istondan bir qancha qarindoshimiz g'arb davlatlariga panohlik tilab keldi. Bir qismlari o'quvchi bular. Bu o'quvchilarningki dastlabda 4 yil o'qigan va 5-yilga kelgan vaqtida sen vataningga berib pasportini uzatib kelsa deb o'quvchilarga normalda xalqaro o'lcham bo'yicha multi viza deydi. Ko'p qatim berib keladigan viza berilish kerak. O'quvchilik salohiyati bo'lg'achqa, ya'ni shu davlatda o'qib bilim olish uchun kelgan bo'lg'achqa. Keyingi vaqtlarda Qozog'iston hukumati buni 2 oylik, 3 oylik ahvolga tushirib qo'ygan. Bu
bu o'quvchilar bu 2 oyda 3 oyda bir qatam uzatib keyingi vaqtlarda sen uni vatanga berib pasportingni almashtirib kel deb besim ishlatgandan keyin bu Xitoyga qaytib kelsa u chegirda tutilib hayotining nima bo'lishi bu bolalar uchun ko'rinib turgan ahvolga biz qaytib kelsak balkim o'lib ketishimiz mumkin. Buning uchun biz tranzit viza orqali yoki bo'lmasa tranzit shaklidan foydalanib ma'lum davlatga viza oldik, elektronik viza oldik yoki Xitoy pasportiga viza olmaydigan davlatlarga sayohatga berib, yana qaytib ketishimizda, yana u davlatga qaytib ketmay, Yevropadagi demokratik davlatlarga chiqib qoldik deb mas'uliyatni ko'rsatdi. Sizdan qabul bo'ldi. Yana bir qism qarindoshlarimiz bor. O'sha Xitoyningki ishni echib siyosatininki bizga bo'lgan ancha-muncha foydasida o'sha O'rta Osiyoga chiqib, nihoyatda g'oyat zo'r iqtisodni qo'lga keltirgan beyg'on qarindoshlarimiz Qirg'izistonningki, Qozog'istonning degandek grajdanlik pasportlarini ilib, o'zininki egiligini rivojlantirib kelgan. Keyingi vaqtlarda, ya'ni Xitoyningki iqtisodiy, siyosiy ta'sirining kuchayishiga ergashib, bu davlatlar bir yo'l bir balvoq strategiyasining ta'siri bilan Xitoyga iqtisodiy jihatni bog'lanib qilib, bu o'zi grajdanlikqa qabul qilgan insonlarningki bexatarligiga kepillik qilolmaydigan darajaga berib qolgan. Bu qarindoshlarimiz albatta egilik yaratgandan keyin oshkora yoki jurnalda ya'ni tetal o'qiyotgan o'quvchilarga yordam qilgan yoki bo'lmasa Uyg'urlarning mustaqillik harakati uchun yordam qilayotgan va xizmat qilayotgan tashkilotlarga iqtisodiy jihatdan bir yordam qilib qolganligi sezilib qolsa Xitoy qaytarib berish ya'ni yoki bo'lmasa shu davlatlarning turmushda hayotini oxirlashtirishdan iborat bunday fojiaga duch kelgan vaqtida bu qarindoshlarimiz u ahvollarni ko'rib yetib iqtisodini darhol ya'ni demokratik Yevropa davlatlari bu iqtisodiy jihatda yolg'onchilik, saxtapazlik qilgan ish mavjud bo'lmaydi. Ham iqtisodni jarimani qo'ydik, yoki bo'lmasa musodara qilib oldik deydigan narsa mavjud emas bu yerda. Iqtisodingiz qonun bo'yicha kapolatga, kepillikka ega. Buning uchun bir qismlari uy sotib olgan, yoki bo'lmasa uy sotib olish maqsadida, yoki bo'lmasa bir qandaqdir bir turlarga, iqtisodiy turlarga mablag' solishni maqsad qilib, g'arb davlatlarida panohlik tilab, panohliklari qabul bo'lyapti. Hatto ularni panohlik tilash kategoriyasiga solmay, iqtisodiy mablag' sog'uvchilar qatorida muomala qilib, masalan, Yevropa davlatlariga akagan mablag'i qanchalik, shuning asosan ularning ishlari tez hal bo'lyapti. Buning uchun bu qarindoshlarimiz bu nuqtalarga diqqat qilish kerak. Ko'rsatgan sababimiz biz Uyg'urlar shunchalik bir fojiada butun shu dunyo kishilik huquq aktinomisi bo'lsin, ham shu aktinomiga imzo qo'ygan 100 dan ortiq davlat bo'libmi shu g'arb dunyosidagi demokratik Yevropa allari shu mazmunlarni o'zining asosiy qonunninki moddalariga kirgizgan bo'lg'achqa shu sabablarni ko'rsatsak biz butunlay tezdan darhol qabul qilish salohiyatiga ega bo'lamiz. Faqat bu o'zimizningki shu sabablarni durust, to'g'ri, konkret isbotlab berishimiz bog'liq. To'g'ri, deysiz Anvar apandim. Endi siz bayon bir nuqtani deb o'tdingiz. Haqiqatan endi hozir chet elda yashayotgan Uyg'urlarning ichida bu qo'lida Xitoy pasporti bilan turayotgan Uyg'urlar xatarlik bir vaziyatda degan gap. Chunki qo'lingizda Xitoy pasporti bor degan gap, siz har zaman Xitoyning ta'qib qilish ostida, nazorat ostida, bo'yin turg'i ostida yashayapsiz degan gap endi. Chunki bu vaqtda qo'lida Xitoy pasporti bor, nurg'un tahdidga uchragan ba'zi qarindoshlarimiz bo'lgan, masalan, Turkiyada o'tganda Anqarada va boshqa bir shaharda turayotgan, ba'zi ashada o'qiyotgan hali yuqori ziyoli qarindoshlarimiz bor. Shularga Xitoy ashadagi elchixonalari, konsulxonalari bevosita besim qilgan. Sen Xitoy grajdan ekansan, sen qaytib ket. Agar darhol qaytib ketmasang, seninki pasportingni biz bekor qilib o'tamiz yoki tatib olamiz. U Xitoyning qo'ldan keladi bu. O'zining pasporti, men barninki garajdanlik nima sayohat nimasi pasportini bekor qilib o'tdim. Men agar yeniga kelsa, uninki vatanga qaytish uchun bir qatimliq Xushangdanda bir qatimliq oq qog'oz. Buning bilan berma, shuni vatanga qaytib ketish kerak. Bu har zaman qo'lda Xitoy pasporti bor qarindoshlarimiz uchun bir xatarlik bir vaziyat. Ash Xitoyning pasportidan qutulmay turib, mayli Turkiyaning 2 yillik, 3 yillik, 4 yillik iqomatdan olsin nimaga baribir pasport osti Xitoyning pasporti degan gap. Shunga bu yerda Xitoyning pasportidan qutulish
Birinchi bo'lib muhim. Bu endi Yevropaga kirib siyosiy panohlik qilsangiz, birinchi bo'lib shu Xitoyning pasportidan qutulasiz. Pasport siz iltijo qilgan soatdan tortib pasportingizni ilib oladi, yemini kesib o'tadi, innovatsiya qilib siyosiy panohlik qilish organlari shuni uni qo'lingizga boshqa bir qog'oz berdi, vatansizlik nimasi qog'ozi Xitoyninki bo'yin turg'idan bu yerda rasmiy ta'qib qilishidan qutulgan bo'lasiz. Boya G'arbiy Turkistonlik qarindoshlarimizdan avval misol qilib o'tdi Anvar apandim. Hozir Yevropa Birligiga a'zo qil davlatlarda G'arbiy Turkistondan kelib, Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekistonlardan, hatto Rossiyalardan kelib siyosiy panohlik qilgan qarindoshlarimizning talabini rasmiy turda bularning siyosiy panohlik qilish sharti to'shidi ekan deb qabul qildi. Masalan, bu vaqtda 2000 yillarning 5'ida 99 yil 2000 yilning 5'i bo'lsa kerak, Belgiyaga bir turkum qarindoshlarimiz kelgan, 300 degan. Bu Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekistondan kelib siyosiy panohlik qilgan vaqtida bularning hammasiniki siyosiy panohlik qilish talabi rad qilinibdi ekan. Bu siyosiy panohlik qilish chet elliklar idorasi tomonidan. Sababi nima? Bular hammasi mustaqil bir jumhuriyat. Bu yerda bularga hech qanday bir besim yo'q. Shunga bularninki bu siyosiy panohlik qilish shartiga bu to'shmaydi bularninki salohiyati. Chunki ular mustaqil bir davlat yashayapti deb. Shuning bilan biz miyadin ayni vaqtda Asqarjon, Umid, men 4-5 qatim bordik berib yerda siyosiy panohlik qilish xodimining chet elliklar idorasining bilganiki. Bryusselda ularni necha qatim ko'rishdik, ham ularga yozma dokladni sundiq. Bu G'arbiy Turkistonda, Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekistonda yashayotgan Uyg'urlarning ahvoli va mustaqil bo'lgandagi iqtisodiyotni tadqiq qilishi, xizmat jihatini, har jihatini tadqiq qilish ularniki. Texmi muhimi biz aşağıda bizning dokladimizda masalan Qirg'izistondagi Nirmat Bosoqov hojibning tuyuqsiz qasd uchrab o'lishi, Dilbirim Samsoqovaning Qozog'istonda qasd uchrab o'lishi, bu yerda Ochirvoyevning tuyuqsiz u yerda nimaga uchrashi, qasdga uchrashi, bu ahvollarni hammasini biz dokladni misol qilib ko'rsatdik. Ya'ni bu G'arbiy Turkiston, Qozog'iston, Qirg'izistonda yashayotgan Uyg'urlar bu 44-yilda qurilgan ikkinchi jumhuriyatimizning qoldiq kuchlari, ularningki avangard rahbarlarininki balchaqlari bo'lar asosan. Shunga bular har zaman Xitoyniki zarb berish, ta'qib qilish o'chilik nishoni olib kelgan. Shun Xitoy hukumatı hech bir zaman ularni qo'yayotgani yo'q va Qozog'iston, Qirg'izistonda ta'sir kuchayotdi va u yerdagi iqtisodiy ta'sirdan, siyosiy ta'sirdan foydalanib turib, u yerdagi Uyg'urlarga ziyonkashlikni hozirgacha davomlashtiryapti degan mazmunda doklad sundiq. Shu vaqtda xuddi e'tirof qildi shu nimadan kelgan qarindoshlarimizninki. Buningda demak sababni yaxshi ko'rish kerak. Aziz qarindoshlar, bugungi suhbatimizning ko'rayotgan Dunyo qurquldi to'rt televiziyasining bugungi Naqmeydan programmasi, bugungi programmaning beshida deb o'tganimdek biz siyosiy panohlik qilish masalasiga ajratgan va sizlarni bu atrofdagi ma'lumotga ega qilish uchun Dunyo qurquldi tadqiqot markazininki raisi bizningki Anvar Ahmad apandimni bugun istansimiz taklif qilgan. Anvar Ahmad apandim siyosiy panohlik qilish masalasi haqida aytibdan bir ma'lumot berdi. İnşallah vaqt munosabati bilan hozir bir soatni eshibdi suhbatimiz. Bu bir leksiya. Mumkin bo'lsa endi buni bu programmamizni ko'proq ham baholanib qo'yinglar. Chunki siyosiy panohlik qilishni orzu qilgan ko'p qarindoshlarimiz bundan nurg'un ma'lumotlarni erişalaydı Anvar Efendim'in zatırdın ve yana şundaqla Anvar Efendim'ninki o'zi shaxsan bevosita tuzgan siyosiy panohlik qilish qo'llanmasi Dunyo qurqulti tadqiqot markazi nomidan tuzgan. Hozir Dunyo qurqultininki to'g'ri betida bor va o'zinglar turayotgan davlatlardagi Uyg'ur tashkilotlarining hammasida bor. Buni ko'rib siyosiy panohlik qilishdan burun va Yevropaga kelishdan yoki G'arb davlatlariga kelishdan burun buningga yaxshi ideya jihatdan her jihatdan yaxshi puxta tayyorlik qilinglar va boya Anvar apandim deb o'tgan siyosiy panohlik qilishda uning oldi keyinda diqqat qilish tegishli nuqtalar haqidami bu yerda ko'proq bunga diqqat qilinglar aziz qarindoshlar. Yana bir bu yerda eslatib qo'ya avval qatim Mehmet To'qchi apandim shuni dedi, biz noyat ilmiy, noyat modern zamonga mos, noyat ilg'or bir musulmon, biz siyosiy Turkiston musulmonlari. Endi aziz qarindoshlar, Yevropa Birligi a'zo davlatlar xato tushunib qolmanglar. Yevropa Birligi a'zo davlatlarning xil ko'pinchisida ayollarninki yuziga niqob taqib olishi, bu yerda yuzini yo'g'ib olishi cheklangan hamda cheklangan. Shunga aziz qarindoshlar, bu yerda xonim qizlarimizning bunga biroz diqqat qilish kerak. Bu yerda hech qanday diniy jihatdan bir cheklama yo'q. Xohlagan namozingizni o'qiy olasiz, tarovih namozingizni qila olasiz, ro'zingizni tuta olasiz. Hech qanday bir besim yo'q. Har bir shaharda maxsus masjidlar va bu jihatsiz hech bir Yevropa Birligi a'zo davlatlarning hech qanday besimga uchramaysiz. Ammo bu yerda keyingi 10 necha yildan buyon
terror vaqalari, terror hodisalari Yevropa Birligi a'zo davlatlarida ko'p yuz bergani uchun ba'zi terroristlar shu qochqa vaqtida o'zini yushagan vaqtida shu ayollarniki niqobdan foydalangan hamda foydalangan uchun bu yerda bu terror qarshi tadbir elish uchun Yevropa Birligi a'zo ba'zi davlatlar asosan shu ayollar yuzini qilish yaşayan har bir insonniki bu yerda yuzini ochiq ko'ra oladigan shaklda o'ziniki salohiyatini kimligini ko'ra oladigan shaklda yurish bu vaqtda maxsus qonunlar chiqadi. Bunun diqqat qilib qo'yinglar, bunun to'g'ri tushuninglar. Aziz qarindoshlar, buningdan keyin bu dastim dedim, bizningki Uyg'ur musofirlar masalasi bizning qanagan bir yorimiz, Uyg'ur musofirlar masalasi, ko'chmanlar masalasi va siyosiy qochqinlar masalasi dunyo Uyg'ur qurultiyining va uning tarkibidagi har qaysi organlarning, har qaysi komitlarningki eng asosiy muhim kun tartiblarining biri. Aziz qarindoshlar, buningdan keyin biz dunyo Uyg'ur qurultiyi izchil bunga ko'ngil qilyapmiz va buningdan keyin buning albatta ko'ngil bilamiz. Ko'ngil bo'lgandimi men programmamning beshida eslatib o'tgandek xalqaro qonun prinsiplari amal qilgan asosda va o'zimiz turayotgan davlatlarningki qonuniga qat'iy bo'ysungan va amal qilgan asosda biz yordam qilishga va musofirlar masalasida qaratgan xizmatimizni yana kuchaytirishga, jonlantirishga aziz qarindoshlar tirishimiz. Buningdan keyin chunki bu muhim bir masala, muhim bir tema, bu yerda 1 soatda butun gaplarni bu vaqt sizlarga atrofli ma'lumot berish imkoniyatimiz yo'q. Shunga bugun inshaalloh Anvar apandim bilan bu leksiyamizni bugun boshlab oldik. Inshaalloh buningdan keyin Anvar apandimning vaqtida qarab turib biz siyosiy panohlik tilash masalasida yana sizlar ko'ngil bo'lgan boshqa masalalar haqida ba'zi qarindoshlarimiz yaxshi savolni so'rabdi. Men ularga javob beramiz. Vaqt munosabati bilan bugungi bu naq maydon programmasini mishada oxirlashtirmoqchimiz aziz qarindoshlar. Anvar Ahmad apandim sizga alaydan vaqtingizni chiqarib bu suhbatimizga doir bo'lganligingiz uchun sizga takrar minnatdorligimni bildirma. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Sizga ko'p rahmat Ferhat apandim. Bugünkidek damlash vaqtidan foydalanib bu programmani ipodingiz millat uchun bir foydasi bo'lgan bo'lsa, hammamiz uchun bundan xursand bo'lamiz. Rahmat. Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar, sizlarning ko'rayotganlar Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarafidan boshqarilayotgan to'rt televiziyasiningki naq maydon programmasi. Aziz qarindoshlar, boyda o'tgandek bugungi programmaning asosiy temasi siyosiy panohlik tilash masalasi, ya'ni Uyg'urlarning g'arb ellariga kelib Yevropa Birligi a'zo davlatlarga kelib siyosiy panohlik tilash masalasi bo'ldi. Bu haqda biz sizlarga ma'lumot berishga tirishdik. Buningdan keyin davomli sizlarga shu masala, ko'chmanlar masalasi, muhojirlar masalasi, siyosiy panohlik tilash masalasi. Bu haqda biz davomli yangi ma'lumotlar bilan, yangi usullar bilan bu haqda sizlarni xabardor qilib turishga tirishimiz aziz qarindoshlar. Buningdan keyin shu ekran orqali sizlar bilan ko'proq paranglashib turamiz, muundishimiz, sirdishimiz ve biz shu ekranımız orqali sizlarni Sharq Turkiston vaziyati, Xitoy vaziyati, xalqaro vaziyat va Sharq Turkiston milliy mustaqillik harakatiningki xalqarodagi taraqqiyot ahvoli munosabatli yangi uchurlar bilan ta'minlashga kafolat qilamiz aziz qarindoshlar. Va bugun biz Germaniya vaqti soat 8da akşam 8'de, Germaniya vaqti soat akşam 8'de, Türkiye vaqti soat 10'da biz bu yerda Amerikada istiqomat qilib turayotgan bizningki iqtidorliq, fidokor, talantli bizning siyosiy faoliyatlarimizning bir hisoblangan bir ovoz, bir qadam harakatininki boshlamchisi qadrli Ro'shan Abbas xonim bilan biz Uyg'ur davosidan Amerikadagi taraqqiyot ahvoli va oxirgi yuzlanishi haqida va boshqa davoimizga munosabatli boshqa muhim nozik temalar haqida biz kechki suhbat olib boramiz. Kechki suhbatda ko'rishaylik. Rahmat qarindoshlar.